do'stlar, tadqiqotchilar, Zoomda qatnashgan ustozlarimiz, bugun mana Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi raqamli ilmiy kengash asosida 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari bo'yicha ixtisosligida bir martali ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar majlisiga yig'ilib turibmiz. Demak, avvalambor o'sha kvorum bo'yicha ma'lumot bersak, bugungi yig'ilishda 17 nafar ilmiy seminar a'zosidan 12 nafar majlisda plus bir nafar adashmasam Zoomda qatnashyapti. Shunaqami? Jami 13 nafar seminar a'zosi qatnashmoqda. Shuningdek, turli xil oliy ta'lim muassasalaridan olimlar, doktorantlar va mustaqil tadqiqotchilar ishtirok etmoqda. Demak, ilmiy seminar ishni boshlash uchun kvorum yetarli. Seminar majlisini ochish haqida kimda qanday takliflar bor? Hurmatli ilmiy seminar a'zolari. Ochilsin degan takliflar tushyapti. Majlis ochiq deb e'lon qilinsin degan kengash a'zolaridan qo'l ko'tarib tasdiqlab qo'yishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Demak, majlis ochilsin. Endi demak, kun tartibi, bugungi seminarimizning kun tartibi Inamiddinova Dilorom Kiramiddinovnaning 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari bo'yicha ixtisosligidan pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi mashina detallar fani o'qitish misolida mavzusidagi dissertatsiyaning muhokamasi. Ilmiy rahbar texnika fanlari doktori professor Umurzakov Akramjon Hakimovich. Taqrishchilar, birinchi taqrishchimiz texnika fanlari doktori professor Kenjaboyev Shukurjon Sharipovich shu yerda qatnashmoqdalar yig'ilishda. Ikkinchi taqrishchimiz pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Najmiddinova Yoqqon Ruhiddinovna. Dissertatsiya Namangan davlat texnika universitetida bajarilgan. Kun tartibi bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Ma'qullansin. Demak, ovoz berib tasdiqlab qo'yishimiz kerak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Kun tartibi ma'qullandi. Endi talabgor Inamiddinova Dilorom Kiramiddinovnaning seminarga topshirgan hujjatlari, uning belgilangan tartibga qay darajada muvofiq kelishi haqida ma'lumot berish uchun so'zni ilmiy seminar kotibi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dotsent Akbarov Bahodir Abdurahmonovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Bu seminar a'zolari, ustozlar. Ruxsatingiz bilan tadqiqotchi Inamiddinova Dilorom Kiramiddinovna to'g'risida ma'lumotlar sizlarni taqdim etmoqchiman. Inamiddinova Dilorom Kiramiddinovna 1971-yilda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 87-92-yillarda Namangan muhandislik iqtisodiyot instituti talabasi. 1992-95-yillarda Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi 36-maktab o'qituvchisi. 95-99-yillarda Namangan shahar 40-sonli bolalar bog'chasi tarbiyachisi. 1999-2019 davomida Namangan muhandislik pedagogika instituti, 2017-yilda Namangan muhandislik qurilish instituti ilmiy va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi muhandisi. 2019-2022-yillarda Namangan muhandislik qurilish instituti umumtexnik fanlar kafedrasi o'qituvchisi. 2022-2024-yillarda Namangan muhandislik qurilish instituti muhandislik va kompyuter grafikasi kafedrasi o'qituvchisi. 2024-2025-yillarda Namangan muhandislik qurilish instituti mexanika kafedrasi katta o'qituvchisi. 2025-yil 2-sentyabrdan hozirgi vaqtga qadar Namangan davlat texnika universiteti chizma geometriya va muhandislik kompyuter grafikasi kafedrasi katta o'qituvchisi lavozimida faoliyat olib bormoqda.
Inomidinova Dilorom Kiramiddinova malakaviy imtihonlarni o'tkazish tartibi bo'yicha OAK nizomiga ko'ra, Oliy komissiyasi nizomiga ko'ra quyidagi fanlardan malaka imtihonlarini topshirgan. Chet tili, ya'ni ingliz tili fanidan 56 ball, ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligidan 73 ball, pedagogika nazariyasi va pedagogik ta'limotlar tarixi fanidan 75 ball, pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat fanidan 74 ball, mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi fanidan 82 ball natijaga erishgan. Endi Inomidinova Dilorom Kiramiddinova 40 dan ortiq ilmiy uslubiy ishlar muallifi hisoblanadi. Dissertatsiya mavzusiga oid jami 14 ta ilmiy uslubiy ishlar chop etilgan bo'lib, ular tarkibida bitta yosh mexaniklar to'garagi o'quv metodik qo'llanmasi, bitta o'quv qo'llanma, bitta elektron darslik, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan berilgan elektron, ya'ni RGU 33-620 raqamli elektron guvohnoma, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun tavsiya qilingan ilmiy nashrlarda 6 ta maqola e'lon qilingan bo'lib, shundan 4 tasi respublika ilmiy jurnallarida, 2 tasi xorijiy ilmiy uslubiy jurnallarda va 4 ta xalqaro, 2 ta respublika ilmiy amaliy jurnallar anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan va bosib chiqarilgan. Inomidinova Dilorom Kiramiddinova oilali 3 nafar farzandi bor. Universitet huzuridagi PhD 02-2025-27-12-15-06 raqamli ilmiy kengash asosida 13-00-02 ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini beruvchi bir martalik ilmiy kengashga oid hujjatlar Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradi. Rahmat sizga. Dissertantning shaxsiy hujjatlari bo'yicha ilmiy kotibga kimda qanday savollar bor? Ba'zi obrazovaniyalari bularda. Ularda to'qimachilik asosida o'qiganlar bu bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasiga hozirgi himoya qilayotgan yo'nalishlari bo'yicha OAKga fanlar farqi bo'yicha murojaat xati yuborilgan. To'qimachilik nimani bitirgan? To'qimachilik. Muhandis texnolog diplomlari. Muhandis texnolog. Muhandislik texnologiya. Klasifikatsiya o'sha. Bizda injenerlik gidrometriyasi ishlarini bitirgan. Muhandislik. To'quvchilik. Ha, to'quvchilik. Muhandis texnolog o'sha nima masalaga klasifikatsiya. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, yana savollar bormi? Shaxsiy hujjatlar yuzasidan dissertantning. Hop, endi so'zni, demak, talabgorga beriladi. Dissertatsiyaning mohiyati va asosiy holatlarini bayon etish uchun. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, reglament belgilab olishimiz kerak. 20 minut daqiqa yetadimi? Yetadi, PhD bo'lganligi uchun. Marhamat, 20 daqiqa vaqt beriladi sizga. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari va bugungi yig'ilish ishtirokchilari. Men Inomidinova Dilorom Kiramiddinova bizning geometriya muhandislik kompyuter grafikasi o'qituvchisi 13-00-02 ta'lim tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligidan ilmiy rahbari Musa ishtirokchilarida ilmiy oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi taqdimotlar o'tkazilgan.
Demek bugungi mavzuning dolzarbligi, mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, jahonda rivojlanayotgan mamlakatlarda va shular qatorida respublikamizda ham ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik muammolarni hal etishda innovatsion buyumlar hamda yaratıcılıkka bo'lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. Shu boisdan amalga oshirilayotgan islohotlar va innovatsion rivojlanish jarayoni bugungi kunda texnik va oliy ta'lim muassasalari oldiga nafaqat nazariy bilimga ega, balki mustaqil fikrlaydigan, muammolarga ijodiy yondasha oladigan, zamonaviy texnologiyalar asosida amaliy yechimlar ishlab chiqarishga raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo'yilmoqda. Shu nuqtai nazardan bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotimizning obyekti texnik oliy ta'lim muassasalarida mashina detallarini fanini o'qitish orqali bo'lajak mutaxassislarning ijodiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishdan iborat. Tadqiqot obyekti maqsadi. Obyekti texnik oliy ta'lim muassasalarida mashina detallarini fanini o'qitish orqali bo'lajak mutaxassislarning ijodiy fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonidir. Tadqiqot predmeti esa mashina detallarini fanini o'qitish bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini, mazmuni, vositalari, shakllari va metodlarini tashkil etadi. Demak, dissertatsiya ishimiz hukumatimiz tomonidan qabul qilingan bir qator qaror farmonlar ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi. Xususan, bu qaror va farmonlar yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlari bilan va innovatsion texnologiyalar bilan shug'ullanayotgan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, bu meni olib borgan dissertatsiya ishimga asosiy metodologik asos bo'lib qoladi. Tadqiqotimiz maqsadidan kelib chiqib, biz oldimizga bir necha vazifalarni belgilab oldik. Bu vazifalar demak bizda bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik faoliyatini tashkiliy tuzilmasini sinergetik yondashuv, muhandislik kompetensiyalar asosida tahlil qilish, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish tasnifini ishlab chiqish va jahonning samarali jarayonning samarali kechishini ta'minlovchi pedagogik shart-sharoitlarni aniqlashdan iborat. Ikkinchi vazifamiz esa bu bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy kasbiy tip topshiriqlarni bajarishda kompetensiyalar tuzilmasi va amalda joriy etishning amaliyotga tatbiq etishdan iboratdir. Demak, uchinchi vazifamiz ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan muhandislik kompetensiyalarni malaka talablaridan nazariy va amaliyot birligi tamoyili hamda amaliy kasbiy faoliyatning mazmun ko'rsatkichlarini sintezlash orqali o'qitish didaktik ta'minoti hamda strukturaviy funksional modelini takomillashtirishdan iborat. To'rtinchi vazifamiz esa bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlanganligini aniqlash, ko'rsatkichlarini va mezonlarini tanlash, ta'lim jarayoniga moslashtirish, tajriba sinov ishlarini tashkil etish va olingan natijalarni matematik, statistik qayta ishlashdan iboratdir. Bu bizga oldimizga qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish orqali biz quyidagi yangiliklarga erishdik. Demak, bu yangiliklarimiz, birinchi yangiligimiz, demak, bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik faoliyatini tashkiliy tuzilmasi, ya'ni yaratilgan ijod mahsuli, ijod tiplari, ijod darajasi, ijodning shakli, sinergetik hamda muhandislik kompetensiyalari mazmuni, bu jumladan motivatsion kognitiv faoliyatning jarayoni refleksiv, ya'ni sanoatga bir qadam metodi asosida takomillashtirilgan. Ikkinchi yangiligimiz esa bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan amaliy kasbiy tip topshiriqlarni bajarishda mashina detallari fanining to'rga kompetensiyalar tizimi asosida tashkiliy metodik ta'minotini ishlab chiqarishdan iborat. Uchinchi yangiligimiz ijodkorlik qobiliyatlarini
rivojlanishga yo'naltirilgan muhandislik kompetensiyalar malaka talablaridan nazariy va amaliyot birligi tamoyili hamda amaliy kasbiy faoliyatning mazmuniy ko'rsatkichlari yoshlik mexaniklar elektron darsligini sintezlash orqali o'quv didaktik ta'minotini hamda struktura funksional modelini dalillangan. To'rtinchi yangiligimiz esa ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning me'yoriy mazmuniy protsessual guruhlarni belgilash, konstruktiv variantlarni aniqlash va natijaviy baholash, shu bilan kompetentlarni modellashtirish hamda amaliy mexanizmlar majmuasida ishlab chiqish natijasida muhandislik kompetensiyalarini baholash mezonlari, ya'ni motivatsion, kognitiv, faoliyatli, jarayonli, refleksiv tajriba sinov ishlari natijalari asosida ularning samaradorligini statistik jihatdan isbotlashdan iboratdir. Demak, biz dissertatsiya ishimizning birinchi bobida biz mashina detallari fani o'qitishda bo'lajak kasblarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning nazariy ilmiy asoslaridan iborat bo'lib, uchta paragrafdan iborat. Bu paragraflarimizda asosan texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning mashina detallari fani o'qitishining zarurati va bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va shu bilan birga mashina detallari fani o'qitishdagi pedagogik, psixologik xususiyatlarini yoritilgan. Tadqiqot ishimizning dolzarbligini asoslash va yangi yechimlarni taqdim etish maqsadida faoliyat yo'nalishlari bo'yicha xorijiy, MTX va respublika olimlarimizning ilmiy tadqiqot ishlari va ularga tegishli adabiyotlarni taqdim qilib chiqdik. Shu bilan birga pedagogik, psixologik va metodik xususiyatlarni ham uyg'unlashuvni ham tahlil qildik. Pedagogik, psixologik xususiyatlarni tahlil qilib chiqdik. Shu o'rinda bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik faoliyatini tashkiliy tuzilmasiga to'xtalib o'tamiz. Ijodkorlik faoliyatini quyidagi tasniflarni keltirib o'tishni lozim deb topdik. Hamjon tasnifga o'tkazib berasizmi? Jumladan mazkur tasnif ijod mahsulining ma'nosi va murakkabligi, ijod shakli, turi, qamrov va darajasi va davomiyligi asosida tizimlashtirish maqsadida bir tomonlama emas, balki ko'p qirrali pedagogik hodisa sifatida baholash imkonini beradi. Ushbu tasnif orqali talabaning qanday yo'nalishda, qanday ko'lamda va qaysi darajada ijodiy faoliyat olib borayotgani aniqlanadi. Bu esa ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish jarayonini maqsadli tashkil etish hamda natijalarni izchil baholashga xizmat qiladi. Shu jihatdan mazkur tasnif tadqiqotda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning nazariy asosi va amaliy mezoni sifatida muhim o'rin tutadi. Demak, bu shu nuqtai nazardan ijod to'g'risida fikr bildiradigan bo'lsak, ijod bu jarayon va natija yaratish, vujudga keltirish dan iborat bo'lib, ijodkorlik esa shaxsiy qobiliyat va faoliyat sifatida biror jarayon va natijani inson tomonidan amalga oshirishi belgilanadi. Bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini samarali rivojlantirish muayyan pedagogik shart-sharoitlarni amalga oshirishni taqozo etadi va bunda biz quyidagi pedagogik shart-sharoitlarni ham o'rganib chiqishni o'zimizga joiz deb bildik. Tadqiqotimizning texnik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi deb nomlangan ikkinchi bobida bo'lajak mutaxassislarning mashina detallari fani o'qitishda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish modeli, bo'lajak mutaxassislarning mashina detallari fani o'qitishda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning metodik ta'minoti, mashina detallari fani o'qitishda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalar to'g'risida bayon etilgan. Bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishning tashkiliy, didaktik omillari bilan bir qatorda ijodkorlikni rivojlantiruvchi omillar ham o'rganildi. Ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiruvchi omillar quyidagilardan iborat. Ijodkorlik qobiliyatini demak rivojlantirishda biz asosan ma'muriy, ijodiy topshiriqlar,
raqamli texnologiyalar, ya'ni CAD/CAM qayit tizimlari, nazariy amaliyot integratsiyasi hamda interfaol va loyihaviy metodlar orqali, shu bilan birga motivasionni yaratish orqali omillarni yaratish mumkinligini tahlil qilib chiqdik. Bundan tashqari, rivojlangan xorijiy mamlakatlarda qo'llaniladigan metodlarni ham o'rgandik va mashina detallar fani o'qitishdagi an'anaviy va innovatsion metodlar orqali o'qitishning natijalarini ham qiyosiy tahlil qildik. Bu qiyosiy tahlil qilish natijasida demak biz oldimizga shunday vazifa qo'ydik. Biz mashina detallar fani o'qitishda bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda biz qaysi metodlardan, qanday usullarda qo'llashimiz kerakligini oldimizga maqsad qilib oldik, belgilab oldik. Bunda birinchi navbatda biz metodlardan biz o'zimizni fanimizga va bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi, demak, dekompozitsion klaster usuli, TRIS texnologiyalari, to'rtga kompetensiyalar tizimi hamda o'zimizni mualliflik metodimiz bo'lgan sanoatga bir qadam metodlarini qo'llashni o'zimizga belgilab oldik. Demak, dekompozitsion klaster metodida va asosan o'quv jarayonida yaxshi samara berishini inobatga olib, bunda biz asosan ma'ruza mashg'ulotlarida qo'llashni sinab ko'rdik. Bu dekompozitsion klaster usuli, demak, ma'ruza mashg'ulotlarida mashina detallari fanidagi mavzuni, masalan, zanjirli uzatmalar mavzusini misol qilib oladigan bo'lsak, talabalarga bu mavzuni bosqichma-bosqich o'rgatib, har bir bosqichida shu zanjirli uzatmalarni tuzilishi, ular kamchiliklari, afzalliklari, ishlash jarayonlari, qo'llash sohalari bo'yicha alohida bosqichda talabalarga tushuntirib boriladi va bu har bitta bosqichini klaster usulida yana yoritiladi va birga har bir bosqichini muhokama qilish jarayonida talabalar bilan muhokama qilib savol-javoblar olib boriladi. Shu natijasida talabalarda yanada mavzuga oid bilimlari oshib boradi. Ikkinchisi, TRIS texnologiyasida bu biz ixtirochilikka yo'naltirilgan bo'lib, talabalar o'zining sohasi bo'yicha, masalan, qishloq xo'jalik ta'lim yo'nalishi talabalari misolida tajriba sinovlari o'tkazganda TRIS texnologiyasida o'zining sohasiga oid detallarni, qismlaridan olib, ular bilan birga loyihalab, buni natijalarini yaxshi natijalarga erishganligimizni isbotladik. Shu bilan birga biz to'rtga kompetensiyalar tizimini mashina detallar fani o'qitishda to'rtga kompetensiyalar rivojlanishga yo'naltirilgan metodik yondashuvlar asosida ham ularning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga erishdik. Bunda biz to'rtga kompetensiya, demak, kreativlik, kritik fikrlash, kommunikativlik, kollaborativ kompetensiyalardan iborat bo'lib, 4 bosqichdan. Bularni qo'llash jarayonida, demak, biz ijodiy kasbiy kompetentlik shakllanadi natijada hamda nazariy bilim va amaliy ko'nikmalar va hamda ijodiy faoliyatini rivojlanganligini tajriba sinov ishlarimizda aniqladik. Demak, bunda kreativlikda talabalar konstruktorlik g'oyalarni ishlab chiqish orqali kritik fikrlashda texnik yechimlarni tahlil qilish va baholash orqali hamda kommunikativda esa loyiha natijalarini hisoblash va himoya qilish va kollaborativ kompetensiyada esa jamoaviy loyihalash va muhandislik hamkorligi orqali demak, ijodkorlik qobiliyatlarini, ijodiy fikrlashlari ham sezilarli darajada Kiramidinovna, ya'ni ish vaqtingiz qoldi, o'shanga tezlashtirasiz. Demak, yangi mualliflik metodi sanoatga bir qadam texnologiyasi metodi bo'lib, u ham 4 bosqichda amalga oshirildi. Bunda birinchi bosqich maqsadli loyihalash, metodik ta'minot hamda amaliy faoliyat hamda tahliliy refleksiv faoliyat bosqichlaridan iborat bo'lib, biz asosan bunda amaliy faoliyatimizda konstruktorlik yechimlari, g'oya yaratish, simulyatsiya hamda prototiplash orqali, demak, laboratoriya
sharoitida talabalar bilan mashina detallarni fan o'qishda qat'iy kayt tizimlar va 3D printer texnologiyalarini kompleks qo'llashga asoslangan o'qitish modelini qo'lladik. Bunda biz talabalar bilan o'sha o'zlari sohalariga oid nimani 3ta bosqichda laboratoriya sharoitida loyihalab chiqdik. Birinchisida demak CAD qismida biz o'sha berilayotgan masalan oddiy val oladigan bo'lsak, val juda ko'p sanoatlar turlarida qo'llanganligi uchun CADda uni konstruktorlik yechimlarini loyihalashda o'rgatdik hamda CAD o'zlarini kompetensiyalarini oshirib ko'rdik. Ikkinchisida KAI orqali SolidWorks grafik dasturidan foydalanib, demak KAIda shu valning material tanlash va buni qanchalik mustahkamlikka ega ekanligini isbotladik. Uchinchisida o'rgandik. Uchinchisida demak buni so'ng ham bilan tayyorlash, uni printerga chop etish jarayonida tayyor mahsulot olishga erishdik laboratoriya sharoitida. Demak bizning bu sanoatga bir qadam texnologiyamizni yangi g'oyasi demak g'oyadan tayyor mahsulotga degan g'oyani ilgari surdik. Shu olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarimizni yangiliklari quyidagi modelimizda asoslangan. Bu modelimiz asosan 4 ta blokdan iborat. Shu bloklarda bosqichlar orqali biz asosan yangiliklarimizni shunda takomillashtirib ko'rsatib berdik. Keyingisi va olingan natijalarni biz baholash mezonlari va darajalari asosida baholadik. Faoliyatli past, mahsuldor o'rta hamda ijodiy yuqori darajalarda va mezonlarda talabalarimizni sezilarli darajada o'sgan ijodkorlik qobiliyatlarini baholadik va ular mezonlarini o'rganib chiqdik. Demak, tajriba sinov ishlarimizni tajriba sinov maydonlari sifatida Namangan davlat texnika universiteti, Farg'ona texnika universiteti hamda Andijon mashinasozlik institutlarida olib bordik. Bizda jami 339 nafar respondent talabalar bo'lib, bundan 171 nafari tajriba sinov, 168 nafar nazorat guruhdagi talabalarda olib bordik. Hamda tajriba sinov bosqichlarini biz diagnostik hamda shakllantiruvchi hamda nazorat tahlil bosqichlarida olib bordik va natijada natijalarni quyidagi diagrammada aks ettirdik. Va olib olingan tajriba sinov ishlarining samaradorligi bizda talabalarimiz ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish samaradorligi ko'rsatkichi 1.26 barobar yuqori ekanligi hamda rivojlanganlik ko'rsatkichi o'rtacha hisobda 15.6% ga oshganligini ko'rdik va olib borgan dissertatsiya ishimiz natijalaridagi quyidagi xulosa va tavsiyalarni berdik. E'tiboringiz uchun rahmat va shu barcha olib borgan ishlarimizdan quyidagi natijalarga erishdik. Xulosalaringiz avtoreferatda mavjud, bor. Uni tavsiyalaringizni o'qib olsangiz, nechta tavsiya bor? 4 tani o'shani o'qib bersangiz. Tavsiyalar. Demak, birinchisi texnika oliy ta'lim muassasalarida mashina detallari fani zamonaviy grafik dasturlar orqali o'qitishni kuchaytirish zarur. Ikkinchi tavsiyamiz bo'lajak mutaxassislarning innovatsion fikrlash va texnik ijodkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun yosh mexaniklar kabi to'garak mashg'ulotlarni muntazam tizimli tashkil qilish kerak. Texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali metodlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish, ilg'or xorijiy tajribalar asosida ularni doimiy takomillashtirish zarur. Talabalarga intellektual mulk va patentlash bo'yicha ham amaliy bilim va ko'nikmalarni berish, ularni mustaqil ravishda yangi texnik loyihalar yaratishga tayyorlash zarur. Bu tavsiyalarimiz asosan olib borgan tadqiqot ishlarimiz natijasida hamda to'garakdagi talabalarning o'zlarini yaratgan prototip nimalarini patentlashtirish jarayonini ham o'rgatishga harakat qildik va biz o'quv qo'llanmalarimiz yosh mexaniklar to'garagidagi metodik qo'llanmalarimizda bularni yoritib asoslab mazmuniga singdirdik. Gaplingizmi? E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, o'tirib turasiz. Savol javobga o'tamiz hozircha. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari. Endi asosiy qismga o'tamiz, ya'ni savol javob qismiga. Doklad bo'yicha kimda qanday savollar bor? Marhamat. Mumkin. Marhamat. Demak, texnika fanlari doktor professor Rustamov Rahmatali Muradovichga so'z beriladi. Zo'rabroq. Biz ham shu institutni bitirganmiz, mashina detallar degan fan o'qiganmiz, Kamolxonaga ma'ruza o'tishgan.
amaliy mashg'ulot, kurs loyihasi bajardik. Kurs loyihasi shu reduktor tanlardik, chiqardik. Reduktor ishlar soni, aniqlardik, unga qarab belgida tanlardik. Shular qilganmiz. Endi siz aytyapsizmi, mashina detallari fani o'qish misolida bo'lajak mutaxassislar yoki hozirgi talabalarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi ekan. Shu mashina detallari fanida ijodkorlik qobiliyatini qanday qilib rivojlantiriladi? Birinchi savol. Ikkinchisi, qanday qilib joriy etdingiz shuni? Shu mashina detallari fani bo'yicha shu o'qigan talabalarga qanday qilib joriy etdingiz? Marhamat. Rahmat ustoz savol uchun. Demak, mashina detallari hamda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda biz asosan talabalarni o'quv mashg'ulotlaridan tashqari birinchi o'rinda asos qilib oldik. Vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida umum-texnik kafedrasi bo'lgan birinchi faoliyat bo'lganda 7 yosh mexaniklar to'garagini tashkil etdikda shu fanni band dasturi asosida to'garak dasturini ishlab chiqdik. Shu dastur asosida metodik qo'llanma qilib talabalar bilan birga ishladik. Bunda biz joriy etishda talabalarni oldingi an'anaviy o'qishdagi bilimlariga nisbatan innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ularni ijodkorlik qobiliyatidan sezilarli darajada oshganini ko'rib chiqdik. Bolalar muallifligim asosidagi metodimda demak sanoatga bir qadam yaqin g'oya bor. Masalan, fan dasturlarimizdagi mavzularimiz bor. Shularni sanoatgacha bo'lgandagi laboratoriya sharoitida demak o'zlari amalda bajarib Kafka tizimiga integratlashganda sanoatga bir qadam yetadi. Shu orqali demak ko'zlar bilan ko'rib kasbiy faoliyatlarga yo'naltirish integratsiya bo'ldi-da. Ularni asosan shu qishloq xo'jalik ta'lim yo'nalishidagi talabalarni olib bordim. Ular davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, amaliyot bilan uyg'unliklari, kasbiy faoliyatga yo'naltirilganliklar degan didaktik texnik omillar asosida shuni amalga oshiruvchi. Yana bitta. Mayli, bemalol. Endi shu ishingizni bajargan eslashingizni ilmiy ahamiyati nimada ekan? Ilm fanga nima berdi? Ilmiy ahamiyati rahmat ustoz savol uchun savolingiz nurli bo'ldi. Ilmiy ahamiyati mana shu biz olib borgan barcha jarayonlar, ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda olib borayotgan faktor tizimini qo'llash orqali sanoatga bir qadam printer asosida integralashgan metodlarimiz yoki boshqa intellektual orqali qo'llash orqali amaliy ahamiyati shu o'quv jarayoniga joriy etish orqali shu bo'lajak mutaxassislarni ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishga haqiqiy kasbiy faoliyatga Hurmatli Rahmat Alimurodovich, javob qoniqarlimi? Mayli. Rahmat. Yana kimda qanday savollar bor? Marhamat. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari. Faolroq bo'lishingizni so'rab qolamiz. Demak, so'z navbati pedagogika fanlari doktori professor O'g'loy Mamashakirovnaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum seminar hurmatli ustozlar. Bugungi seminarga olib chiqilgan mavzu juda dolzarb. Shu dolzarb deyishimdaki, mana shu o'qitish jarayonida javobgarlik bilan yana rivojlantirish masalasi kelayotganligi uchun menda shunaqa bir savol bor. Aytingchi, qanday mezonlar asosida shu o'qitish jarayonida ijodkorlikka erishtirdingiz? Buning samaradorligi qanaqa bo'ldi? Birinchi savolim. Javob bersangiz keyin. Demak, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda biz eng past nimasini faoliyatli mezon darajasida belgiladik. O'rtani demak biz Javob beravering ochgungacha. faoliyatli va o'rta hamda yuqorisini ijodiy deb belgiladik. Mahsuldor deb belgiladik darajalarni. Biz demak biz faoliyatlida talabalarni bajarayotgan shu amaliy
to'garakdagi bajarayotgan ishlarida faoliyatida bo'lajak mutaxassis shu talaba demak berilgan topshiriqni namuna asosida bajara oladi. Chunki bizda har bitta mana fanlarimizda mashina detallari, mashina nazariyasi, mashina mexanizmi nazariyasi darslarimizda shu amaliy mashg'ulotlar uchun yoki to'garak mashg'ulotlar uchun metodik qo'llanmalar tayyorlab qo'yilgan. Shu metodik qo'llanmalarni namunalar asosida bajargan talabalarni men faoliyati, ya'ni past darajada deb baholadim. Mahsuldor deb. Demak, u mahsuldorda talaba o'zini bilim va ko'nikmalariga, tajribalariga asoslanib turib bajarganligini, demak, mahsuldor deb o'rta hisobladik. Endi yuqori ijodiy deganda talaba bunda endi o'z ijodiy yondashadi. Yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llay oladi, o'zini shaxsiy fikrlari, qaror qabul qila oladi. Ijodiy faoliyatiga qarab turib yuqori mahsuldor deb belgiladi. Shunday qilib baholaydi. Hozir darajalar to'g'risida gap ketdi-yu, mezonlar haqida savol berilgan edi. Adashmasam, o'sha mezonlar haqida savol berildi. Mezonlari ham shu darajadan kelib bog'liq bo'ladi. Ha? Kognitiv, motivatsion, kognitiv degan faoliyatli mezonlarda belgiladik. Demak, motivatsionda birinchi u topshiriqni qaror qilib oladi, kognitivda uni tahlil qilib o'rganadi, oxiri ijodiyda uni qayta ishlaydi. Refleksiv mezonlar bor. Refleksivda demak u o'zini xatolarini qayta ko'rib, qayta tahlillab o'zini baholay oladi. Nima shakllanadi? Javob qoniqarlimi? Savol Tushunarli. Aytingchi, mana siz metodika yaratish jarayonida bugun eng samara beradigan va davlat miqyosidagi hamma e'tiborda to'garak masalasini olibsiz. Shu to'garagingiz faoliyatida nafas samaraga erishdingizmi? Nimalar asosida to'garak tashkil qildingiz? Savol uchun juda savolingiz o'rinli. Demak, men ma'ruza taqdimot qilish jarayonida qisqacha gapirib o'tdim. Buni lekin yozishga vaqtdan ulgurmadim. Bunda to'garakda biz aytdim, talabalarni mashg'ulotlardan tashqari vaqtlarni ham mazmunli o'tkazish hamda kasbiy faoliyatga yo'naltirish uchun umumtexnik fanlarda 2021 yilda tajriba tadqiqot ishimizni boshlaganmiz, to'garak tashkil etganmiz. To'garakda demak talabalarni mustaqil ishlay, qaror qabul qila oladigan, ijodiy fikrlay oladigan, kasbiy faoliyatga tayyor bo'lajak mutaxassislarni shakllantirishga erishdik. Bunda biz talabalarni faqat nazariy bilimlari bilan cheklanib qolmasdan, ularni yangi zamonaviy texnologiya, axborot texnologiyalarini qo'llab ishlashlarini ham, konstruktorlik yechimlari bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantirish bo'yicha shunday samaradorliklarga yo'llarga erishdik. Talabalar endi bo'lajak kasbiy faoliyatga borganda o'zlari o'sha yerdagi muammolarni mustaqil qaror qabul qilib yecha olish imkoniyatlariga ega bo'lish maqsadida to'garaklarni tashkil etdik. Javob qoniqarli. Mümkünmü? Qoniqarli, rahmat. Yana bitta savol bor Mümkün mü? edi. Desa, zeriktirmasak, Savol mümkün mü? yaratdik deyapsiz-da, ishladik deyapsiz. Qanday tashkil qildingiz? Haligi uchida tadqiqotli kam platformasida biz buni sanoatga bir qadam yetadigan qo'llashtirgan holatda tashkil etdik, bir-biriga integratsiyalashgan holatda tashkil etdik. Buni biz laboratoriya sharoitida talabalar bilan birga o'zlarini sohalari bo'yicha topshiriqlar olishadi. Kichkina detalchalarni, masalan, shu detalchalarni shu yerda loyihalash asosida shuni laboratoriya sharoitida tashkillashtirildi. Savol mümkün mü? To'garakka bog'liq. Albatta, ko'proq shart mashg'ulotlarda vaqtlarimizni chegaralanganligi uchun, masalan, amaliy mashg'ulotlarda ham buni nazariy qismlar bilan o'rganib ketish imkoniyati bor talabalarda, lekin amaliy o'quv jarayon, o'quv mashg'ulotlarimizda vaqtlari chegaralanganligi uchun biz shu maqsadda ularni tashkil etgani ham ko'proq o'rganib nima qilish uchun tashkil etilish. Tushunarli, rahmat.
Savoli yo'q boshqa. Savol mumkinmi? Savol. Bunda qatnashgan ustozimizda savol bor shekilli. Marhamat, texnika fanlari nomzodi D- professor Muhammedov Jobirxon Mirzayevichga so'z beriladi. Diloramxon, mana mashina detallari fanida ma'ruza, amaliy mashg'ulot, kurs loyihasi va laboratoriya mashg'ulotlari bor. Sizni bu metodikangiz qaysinisida yaxshi foyda beradi? Tushunarlimi? Kurs loyihasi. Rahmat ustoz. Savol tushunarli. Biz Savol tushunmadingizmi? tushundik Yo'q, yo'q, ustoz, tushunarli. tushunarli. Rahmat savol uchun. Mayli, ruxsat Mayli, javob bersam. Demak, biz boshda metodlarni belgilayotganimizda shu ijodkorlik bahsi bo'yicha dekompozitsion klaster usuli, tris usullarni biz asosan ma'ruza mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlarni nazarda tutganmiz. Chunki bular shunga ko'proq mos keladi. Bundan tashqari biz tanlagan yangi metodimiz to'garak mashg'ulotlar uchun asosan o'quv mashg'ulotlaridan tashqari maxsus kurslar tashkil etib qo'llashga ham shunga to'g'ri keladi. Shunga asos bo'ladi qo'llashga. Yana mumkinmi? Amaliy mashg'ulotlardan qo'llolmaymiz, vaqtimiz yetishmaydi. 80 minutlik vaqtimiz yetishmaydi. Shuni inobatga olib, biz to'garak mashg'ulotlarni tashkil etib, shu to'garak mashg'ulotlarda qo'llashga Endi Diloramxon, bu kurs loyihasiga har bir talaba uchun 4 soat vaqt beriladi. Shu 4 soat o'qituvchi nazoratida kurs loyihasini bajarish kerak. Sizlarlik tugarak deyapsiz, tugaragingiz ham xuddi shu kurs loyihasini bajartirishga o'xshatib ketyapti-da. Tushundingizmi? Ustoz, rahmat savolingiz uchun. Tushundim, lekin buni kurs loyihalariga ham tatbiq etsa bo'ladi. Chunki har bitta talabalarga kurs loyihalarida o'zlarining variantlari bo'yicha har xil turdagi detallarni konstruktorlik yechimlarini hisoblash vazifasi beriladi-da. Agar biz bu metodimizni kurs loyihasiga integratsiyalashtirib qo'llasa ham samara beradi deb o'ylayman. Diloramxon, yana bitta savol. Mumkinmi? Bemalol, ustoz bemalol. Ikkinchi savol Mana yozib olasiz. shu metodikangiz yana qaysi fanlarga qo'llasa bo'ladi? Ustoz, bu savolingiz juda ham o'rinli, rahmat. Bu asosan ko'proq texnik oliy ta'lim muassasalarida dissertatsiya mavzuyimizda kelingan bu texnik oliy ta'lim muassasalaridagi barcha texnik yo'nalishdagi talabalarda yo'nalishlarda ta'lim yo'nalishlariga qo'llash mumkin. Qaysi fanga? Qaysi fanga? Masalan, mashina detallari faniga kelgunga qadar talabalar birinchi o'rinda chizmachilik bo'yicha chizmachilik nimasini o'lchashadi. Umumiy texnik fanlarda materiallar qarshiligiga o'tishadi. Keyin mashina mexanizmlar nazariyasi, mashina detallari fani o'tiladi. Shu bilan birga materialshunoslik, konstruktorlik materiallari degan fan ham bor. Men taqdimotimda pastida shu fanlarni uyg'unlashishini ham tahlil qilib chiqqanman bu metodni qo'llashdan oldin. Chunki talaba to'g'ridan-to'g'ri mashina detallari faniga kelib, meni metodimda ishlashga juda qiyin. Shu men oldinga aytib o'tgan fanlardan ham talabalarda ma'lum darajada bilim, ko'nik va tajribalari bo'ladi. Shularga integratsiya, shulardagi bilim, ko'nik va tajribalar asosida ham qo'llash mumkin. Barcha texnik oliy ta'lim talabalariga fanlarda qo'llash mumkin. Mashina detallarida, demak, mashina mexanizmlar nazariyasida, chizma geometriya, xavfsizlik kompyuter grafikasida, chunki bu yerda CAD, KITAM degan integratlashgan tizimni ham qo'llayapmiz. Kompleks qo'llash orqali amalga oshiramiz. Jobirxon Mirzayevich, Rahmat. javob qoniqarlimi? Qoniqarli. Rahmat. Yana savollar Hop. bormi? Bo'ldi, rahmat. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, yana kimda qanday savollar bor? Marhamat, Temirov Said Rahimxo'ja Umarovich. Eksperimentlarni
300'ünü ishlarda o'tkazdim dedingiz. Shunda to'garakda o'tkazdingizmi yoki amaliy mashg'ulot qaysi hollarda o'tkazdingiz? Qanaqangi mashg'ulotlar? Uchun biz diagnostik bosqich bo'lgan birinchi tajriba sinovimizda biz Oliy o'quv yurtlariga borib, dastlabki bilimlarini aniqlaganmiz. Mana shunday detallar fani bo'yicha, nafaqat mana shunday detallar fani bo'yicha ularni ijodkorlik qobiliyatlarini qay darajadaligini belgilab, buni asosan darsdan tashqari mashg'ulotlarga moslaganmiz. Amaliy mashg'ulotlarda ham nazariya qismlarini o'rgatishimiz mumkin, chunki tarkaygan boshqa hamma fanlarda dasturlar bilan ishlanyapmiz, ya'ni barcha yo'nalishlarda. Shunda olgan informatika darsida muhandislik kompyuter grafikasida ham bolalar ishlashyapti-da. Shu bilimlar asosida amaliy mashg'ulotlarda ham nazariy qismlarni o'rgatib, darsdan tashqari keyin maxsus kurs yoki to'garaklarda buni mukammallashtirib o'tkazgan. Biz laboratoriyasiga borganmiz, asosan Farg'ona va Andijonda. Savolim davom. Bu tajriba sinovlarini o'tkazishda mana texnik yo'nalishlarda qaysidir go'stligi asoslanadi-da. Davlat ta'minotida Demak, sizni mana shu tajriba sinovlaringiz sizning metodikaga asoslangan bo'lishi kerak. Bu mavjud metodikami yoki shaxsiy ishlab chiqilgan metodika asosida o'tkazildi? bu dekompozitsion, klaster, krisis metodlari bor. Oldinlashtirilgan. Chunki men o'zimni sanoatga bir qadam metodi bu mualliflik metodi. Men o'zim shu hamma mana taqdimotda ko'rib o'tdim, xorijiy rivojlangan xorijiy davlatlarning metodlarini o'rganib chiqish jarayonida interfaol metodlar bilan innovativ texnologiyalarni qiyosiy tahlil qilish jarayonida mana shu metodni o'zim shunday qilib o'tkazsak, yana ularda ham boshqa samaradorlik, bunda yanada ham Shu asosan albatta protokollari bor hammasi. protokollar bor. Hop. Endi mana ekan 4K kompetensiyalar to'g'risida gapiryapsiz-da. Shu sinovlarda mana shu 4 tadan ichidan qaysi biri talabalarda yaxshiroq ko'rsatkich berdi? Ko'rgandami? 4K. Ko'rgandam Jamoaviy bor ekan mana ekan. Hop, konstruktiv ijodkorlik bor ekan. ko'rgan kompetensiya asosan ular hammasi birbiriga usuy bog'liq tizim. Mana talabalarni qobiliyati har bir mana gruppada 5 ta 6 ta yaxshi o'qiydigan bola bo'lsa, xuddi shuningdek uni ichida ham siz sinovlaringizda ichida qaysidir qobiliyatlari yaxshiroq ko'rsatkich berayotgan bo'lishi mumkin-da. Keyingi paytda maktabdan kelayotgan bolalar ham zo'r kelmayapti. To'g'ri. O'rinli savol domla. Men mana shuni inobatga olib tamoyillarni bilamizda, innovatsiya ilgari boruvchi degan tamoyillarni ham qo'yganmiz-da. Modelimizda turib. Ilgarilab boruvchida demak bosqichma-bosqich, oddiydan murakkabga degan tushuncha bor. Bunda biz talabalarni pedagogik psixologik xususiyatlarini ham o'rganyapmiz. Buni ham hozir ko'rsatib o'tdim. Bola talaba ham 30 ta talaba bo'lsa, 30 xil psixologik nimaga ega siz aytmoqchi, kimdir bilimi qaysidir sohadan yuqori qaysidir. Shunga biz metodik qo'llanmamizda shu talabalarga masalalarimizni oddiydan murakkabga qilib o'tkazganmiz. Talabalarni o'zlashtirish jarayoniga qarab topshiriq berib, sekin bosqichma-bosqich oshirishga kerak. Bu natija beradi. Lekin siz tadqiqot, eksperiment o'tkazayotgan vaqtingizda bu bosqichlar bo'lmaganda siz o'tkazganingizda qaysisi ko'proq natija demoqchiman. Tushundim sizni. Demak, bunda konstruktiv g'oyalarni ishlab chiqish. Demak, bu narsa konstruktiv g'oyalarni ishlab chiqish oliy ta'limga kelgunga qadar talabalarda maktab xizmatchilik fanlari o'tiladi. Ularda mana shu konstruktivlik loyihasini chizish o'lchamlari bo'yicha ozgina bo'lsa-da bilim ko'nikmalari bor. Shunda men bergan g'oyani ko'proq harakat qilishdi konstruktivlik yechimlarini yechishga. Endi katkayi kamga kelganda ozgina oqsoqlanish to'g'risiga hamma bolalarda ham bu tomonda shuning uchun shu metodimni tavsiya qilyapman. Shuni qo'llasak ko'proq yana ham yaxshiroq bo'lardi. Opa, sizga savol berdilar hozir 4K kompetensiyalar tizimi bo'yicha. Bu yerda hozir men 4K kompetensiyalar tizimida kreativlik, kritik, kommunikativ, kollaborativ turibdi-da. Aynan qaysi birlari namoyon etishda ko'proq haliga nima chiqdi, yuzaga chiqdi. Qaysi ko'rsatkich natijaga beryapti? Ko'proq. Ko'proq shu maqsadga qarab qo'llangan Tajriba sinov ishlaringizda axir o'tkazgansiz-ku. Masalan, asosan talabalar hozir siz aytyapsiz, endi tushundim.
qilgan bo'lsa, Shu birinchisi talabalar bizda chiqqan bo'lsa kerak. ha, yo'q, konstruktorlikda asosan shunga bog'lanib ishlaydi, lekin siz aytmoqchi guruhda ishlaydigan hozir bizda hamma bolalarimiz bor, boshqa fanlardan ham. Yaxshi o'qiydigan, past o'zlashtiradigan bolalar bir-biridan qanoatsizlik, shunaqa qilib, nima qilganda ko'proq jamoaviy ishlashdilar. Jamoa bir-biriga yordam beryaptilar. Bittasi bitta qismini tushunmayapti, bittasi tashqi qismini tushunmayapti. Shuni biz Kollaborativ. kollaborativ, Savollar bormi yana? jamoaviy. Hisob bormi yana? Yetarli. Menda ham Hurmatli- savol bor edi, Ozodaxon. Ustoz bermaslar kerak. Hamroqulovmi? Ha, menda. Hurmatli Abdurahmat Karimovich, bizni eshityapsizmi? Ha, eshityapman. Savol berishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Dilormonga bitta savolim bor edi. Hozirgina baholash mezonlarini aytib o'tdi. Baholash mezonlarida faqat umumiy tarzda kognitiv, motivatsiya va hokazo deb aytib o'tib ketdi. Bu hamma dissertatsiyada bor narsa bu. Endi bu konkret ayta oladimi? Mana shu fan bo'yicha nima ish qilsa kognitivga kiradi, nima qilsa ijodkorlikka kiradi, nimasi motivatsiya. Shu imенно shu fan bo'yicha o'qitib bo'lgandan keyin buni o'sha nimasini baholash uchun nima narsalar e'tiborga olinadi? Talaba nimani bajargan bo'lsa, kognitiv bo'ladi yoki motivatsiya bo'ladi va hokazo. Shuni konkret. Rahmat savol uchun. Rahmat. Eshitdingizda tushundingizmi? Berun. Demak, baholash mezonlarida asosan faoliyatiga qarab qanday baholash nima qilasizlar? Masalan, men o'zim metodimda Katkai kampus integratsiya texnologiyani qo'llayapman. Katta bola konstruktorlik yechimlarni chizyapti. Bu birinchi bosqichdagi baholash. Agar u KAIga o'tib, materialni tanlab, SolidWorksda uni mustahkamlikka sinay olsa, unga yana o'rta nimadagi bahoni beraman. Ustoz, agar kamga o'tib turib, uni 3 printer asosiga chop etishga berib, men bergan topshiriqlarni, o'sha biriga o'tkazilgan topshiriqlarni mukammal bajarsa, bunda demak yuqori ijodiy yondashyapti-da buni. Hammasini biz bergan topshiriqni to'la o'zlashtira olishiga qarab. Bosqichma-bosqich berilgan topshiriqlarni berilishini, masalan, konstruktorlik yechimni chizishiga, qaytariga masalani yechimiga, ikkinchisi, uchinchisi masalani to'liq bajara olishiga qarab bosqichlarda. Abdurahmat Karimovich, javob qoniqarlimi? Ha, shu yerda mana ijodiy deganda aytib o'tib ketyapti. Nimasi bilan ijodiy bo'ladi bu? Nimasi bilan ijodiy bo'ladi? Deganda u talaba o'zi ijodiy yondasha oladi. Siz berayotgan topshiriqni ijodiy bera oladi. Qanday bajarsa ijodiy bo'ladi? Biz tadqiqot ishimizda nafaqat tayyor mahsulotni yoki tayyor qo'llanmani berib ishlashdan tashqari, ularni ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ularni o'ziga masala qo'yganmizda, masalan, bitta balni beradigan bo'lsak, uni masalan qanaqa materialdan olish mumkin, qaysi sohalarda ko'proq ishlanishi mumkin, u qancha mustahkamligi, qancha nimaga chidamliligi, endi qarab. Bu narsalar Diloramxon o'sha hammasi bor. Ijodkorlik deyapsiz-da. Ijodkorlik bo'lsa qanday talaba nima qilsa bu ijodkorlikka erishgan bo'ladi? Mavzuingiz ham ijodkorlikka bog'liq-ku, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish deyilyapti. Menda savol G'oyalarni, fikrlari bilan birga ishlashida ustoz u nafaqat men bergan mashrikda shablon alginda qolmaydi, u talaba o'zini shaxsiy fikrlari, g'oyalari bilan takomillashtirishga harakat qiladi men bergan topshiriqlarda. Ijodiy yondasha oladi berilgan topshiriqqa. Shuni nazarda tutganman. Xo'p, menda savol yo'q, rahmat. Rahmat sizga, hurmatli Abdurahmat Karimovich. Endi so'z navbati pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Abdurahim Abduvanayevichga beriladi. Marhamat. Chiroyli daqlar bo'ldi. Savollarga ham yaxshi javob beryapsiz deb o'ylayman. Aniqlashtiruvchi bitta savollar bor edi. Mavzuda ijodkorlik qobiliyatida asosiy urg'u psixologiyaga ham qarab ketadi-da. Birinchi o'rinda psixologiyani
Psixologik jihatlarini inobatga olganmiz. Agar inobatga olgan bo'lsangiz, unda nimalar bor? Javob keyingi savollarga beraman. Savol tushunarli. Rahmat savol uchun. Psixologik, pedagogik hamda metodik nimalar bo'yicha ham uyg'unlashtirib bolalar nimasini olganmiz. Demak, psixologik xususiyatlarini rejimida inobatga olganmiz. Unda masalan interaktivlik degan yoki kompetentlik degan psixologik xususiyat bo'lsa, pedagogik xususiyat bo'lsa, psixologiyada demak bu interaktivlik, irodaviylik, ya'ni kompetentlik esa buni qiziquvchanligini inobatga olgan turib shu tomondan ilg'ayamiz bolalar. Psixologik nimalar juda ham ko'p, boshqaruvchanligi bor, refleksivlik nimasi bor. Pedagogikda, psixologikda ruhiy tayyorgarligi bor bo'ladi. Dars jarayonida o'zini qanaqa holatlarga, o'sha mashg'ulot paytidagi muhit ta'sir qiladi. Bolalarda har xil psixologik sharoit. Qiziquvchanligi, kuzatuvchanligi bor, tashabbuskorligi bor, mas'uliyat sezishi bor. Bu yerda mana bu avtoreferat 8-betda berilyapti, ilmiy yangiliklar. Shunda 4-ilmiy yangilikka to'g'ri kelyapti-da. Endi men asosiy joyini aytaman. Komponentlarni modellashtirish hamda amaliy mexanizmlar majmuasi ishlab chiqish deb nima qilingan. Shu amaliy mexanizmlar deganda nima nazarda tutilyapti, shuni tushuntirib bersangiz. Endi menda sanoatga bir qadam yetdim. Amaliy faoliyat bosqichi bor, 4 bosqichdan iborat. Shunda konstruktorlik bor, g'oyaga yechimi bor, prototip tayyor holatga keltirish bor. Shu yerda jarayon ketyapti, ketma-ketlikda. Ularda shu mexanizmlar degan nazarda qaraganman pedagogik nimadan. Birinchi konstruktorlik bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti-da. Tayyor mahsulot, g'oyadan tayyor mahsulotga e'tibor berilgan qadar bosqich jarayon ketyapti. Shuni mexanizmlar degan nuqtai nazardan qaragan Texnologik jarayonni singarish uchun mexanizm deyapmiz. To'g'ri. shunaqa nuqtai nazardan. Savollar bormi yana? Rahmat. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, 3 ta savol bo'ldi. Yana savollar bormi? O'zimda ham 2 ta savol bor edi, agar ruxsat bersanglar. Yangilik bo'yicha sizni avtoreferatingizni 8-betida yangilik nima qilingan, taqdim etilgan. Birinchi yangilikda bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik faoliyatini tashkiliy tuzilmasi takomillashtirilgan deyilyapti-da. Ijodkorlik faoliyat tashkiliy tuzilmasi qanday bo'lgan u va uni nima asosda takomillashtirdingiz? O'sha tashkiliy tuzilmasi. Bu birinchi savolim. Biz shuning uchun taqdimotimizda tashkiliy ijodkorlik qobiliyatini tasnifini nima chiqdik? Bu tasnifida demak shu ijodkorlik qobiliyatini davomiyligi, qamrovi, uni turi, shakllariga qarab turib tuzilmasini shakllantirib olganmiz-da. Va shunga qarab turib topshiriqlarni shunga qarab turib tayyorlaganmiz. Bu bizni metodik qo'llanmalarimiz tayyorlagan. Qanday bo'lgan? Nimalardan tashkil topgan va nima asosda o'sha tuzilmani siz takomillashtiryapsiz? Mashina detallari fani misolida bo'lgani asosan o'shani mashina detallari fanidagi mavzularga ko'proq berganman, e'tibor berganmiz va mashina detallaridagi detallar, qismlari, usullar bor. Shular asosida bolalar Avtoreferatingiz 3-betida tuzilma haqida gap ketyapti. Ikkinchi rasmda. Adashmasam shu tuzilma, bu tuzilmani tasnifini beryapsiz. Yaratilgan ijod mahsulotni ma'nosi va murakkabligiga ko'ra deyilyapti-da, va shu tuzilma. Endi shu tuzilmani siz nima asosda takomillashtiryapsiz? Nimasini takomillashtiryapsiz? bu turi davomi va qamroviga ko'ra, siz aytgan nimasiga ko'ra deganda, dedimki oddiydan murakkabga dedim. Shunday ozgina kichkina detallardan boshlab, sekin-sekin bolalar o'zlashtirishiga qarab, murakkabliklar, keyin detallar nimasiga qarab topshiriqlar tayyorlaganman. Topshiriqlar tayyorlash orqali
shakllantiradi. Yaxshi, ikkinchi savolim model. Modelga o'tsangiz ham prezentatsiyani modeli bor. Ha? Modelda siz mazmunli blokda juda dolzarb masalani ko'tarib kelyapsiz. Ya'ni oliy ta'lim muassasalari, yosh mexaniklar to'garagi plus ishlab chiqarish korxonalarini uzviy bog'liqligini ko'rsatib beryapsiz. Bu juda qiziqarli va dolzarb. Hozir dual ta'lim tashkil etish masalasi keng haligi amaliyotga joriy etilyapti. Siz o'zingizni tadqiqot ishingizda ishlab chiqarish korxonalari bilan qandaydir tajribalar bo'lganmi, yo'qmi? Savolingiz juda ham o'rinli, rahmat savolingiz uchun. Biz ilmiy to'xtalishimizni boshlaganimizda 21-22 o'quv yili bo'lganligi uchun unda dual ta'lim to'g'risida qarorlar chiqmagandi. Shuning uchun biz ko'proq laboratoriya sharoitida qilganligimiz uchun biz ishlab chiqarishda mutaxassislar bilan har bitta kafedrani hamkorlik shartnomalari bo'lgan, bizlar hamkorlik shartnomalari. Shular bilan birgalikda olib borishga harakat qilganmiz. Ularni taklif qilgansiz oliy ta'lim muassasalariga. To'garak nimaga? Maxsus kurs deganmiz, keyin to'garak shakllantirib qo'yganmiz boshlanishida. Maxsus kurs qilib. Lekin ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilmagan. Ular mutaxassislik kafedra bo'lmagan, umumiy texnika fanlar kafedrasida ishlaganman. Biz ishlab chiqarish korxonasiga borilmagan, keyin dual ta'limdan keyin bunda mutaxassislik kafedra bo'lmagan. Biz o'zaro hamkorlik shartnomasi bo'lgan kafedrani ishlab chiqarish korxonalari bilan o'sha yerdagi mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlashgan. Chunki o'sha ishlab chiqarish korxonadagi muammolarni o'rganishdan talabalarga nima bo'ladi degan maqsad. Samarador bo'ladi degan maqsad. Rahmat. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, 15 ta savol bo'ldi. Yetarliga? Xo'p, yetarli bo'lsa, endi so'z navbatini demak, dissertantning ilmiy rahbari, texnika fanlari doktori, professor Umrzaqov Akramjon Hakimovichga beriladi. Marhamat. Ben ikinci fikrga boshladim. Mumkin xabarlar to'g'risida keyin hozirgacha ish faoliyatida mashina detallar fanini ko'p o'qityapti. Demak, shunda o'zimning fikrlarim bor edi. Nima qilish kerak shu talabalar ko'proq shu bilimga ega bo'lsa, erta ishlab chiqarishda. Shu bilimni qo'llaydi. 19 yıl da yetkili olduğuna inanıyorum. Mağdur versiyonu yüzünden bana bu tehlike oralardan bu çıkışların dışarıdasında. Yoğun tehlikeden tehlike yapamayız. Bunlar tehlike mutahassıslarını görüp bir fazla pedagogik gerek. Oğlum pedagoglar, o'qitish metodikalar bo'yicha mutaxassislik yo'q qarshi hammamiz injenerlar, mana shu o'zini ko'pchilik deb shu nima paydo bo'ldi-da, shunda shunaqa ma'lumotlar shunda tanlagandek shu umumiy qilinadigan shu ishchi maqsadni shu Diloramga aytdim. Bu yog'i endi ketdi. Orada deylik yo'nalish to'g'ri ketyapmanmi, to'g'ri ketyapmiz deb bu hali shogirdlarim ichida o'zim bitta yagona ayol kishi bo'lsa ham, lekin erkak shogirdning ichida o'zi hali tortib ketgan o'sha dissertatsiyani nima deydi, mustaqil tarzda rost yo'lni ko'rsatib qo'ygan ustoz qolganlar hammasini o'zi mehnat qilib shu darajaga olib keldi. Keyin ozgina o'tgan yil ham tayyor qolish shekilli tashkiliy ishlar qoldi. Shunaqa Dilorom nima deydi, intiluvchan, juda harakatchan, yaxshi pedagog deb hisoblayman. Agar qo'llab-quvvatlansa, mana shu universitetimizga bitta yaxshi haqiqiy muhandis pedagog, olimlar muhandis pedagog yetishib chiqqan bo'ladi. Rahmat sizga, Akramjon Hakimovich, juda chiroyli ta'rif berdingiz. Siz ijobiy xulosangizni bergansiz. Buni o'qib eshittiraylikmi yo shart emasmi? Shu to'g'risida gapirmadim.
Odatda shunaqa. To'g'ri kelmaydi. Hech gapirib to'g'risi. Rahmat. Endi o'tirib turavering. So'z navbatini taqishchilarga beramiz. Ya'ni rasmiy muhokamaga o'tamiz. Birinchi taqishchi texnika fanlari doktori professor Kenjabayev Shukurjon Sharipovich. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli rais, ilmiy seminar a'zolari. Bu Dilorom xonishidan anchadan bir xabarim bor. Chunki ustozlar aytganda eng ko'p qiynaladigan narsamiz shu texnika sohasidagi talabalarni ta'lim sifatini oshirishga qaratiladigan metodikalarda juda qiynaladi. Shu bir qanaqadir ma'noda o'sha probellar bir to'ldiradigan ishlardan bittasi bo'lgan deb hisoblayman. Sababi mavzu dolzarbligi to'g'risida hech qanaqangi gap so'z bo'lmaydi. Chunki aynan ta'lim jarayoniga bog'liq bo'lgan va talabalarni eng muhim bo'lgan ijodkorligini rivojlantiradigan. Ya'ni bo'lvaqtli texnika oliy ta'lim muassasalarida kreativlikni rivojlantiradigan bo'lgan uchun bu mavzuni dolzarbligi o'z-o'zidan ayon. Endi tadqiqotni ilmiy yangiligiga keladigan bo'lsak, bir necha banddan iborat qilib yozilgan. Bu kishi o'zlari ham aytib o'tdilar, aynan o'sha CAD/CAM/KE tizimini bu o'sha texnika fanlarini o'qitishda foydalaniladi, lekin har fanni xususiyatidan kelib chiqib alohida qo'llaniladi. Bitta yaxlit mexanizm sifatida, ya'ni o'sha biror bir detalni chizmasidan tortib toki oxirida o'sha detalni qanaqa vazifa bajaradi, qanaqa materialdan tayyorlangan va unga qo'yiladigan talablar asosida o'rganish, bu shuni tahlil qilish bo'lmagan hozirgacha. Keyingisi mana aytib o'tyapti tadqiqotchi o'zi ham. Endi shu texnika sohasida talabalarda kreativ ijodkorlikni rivojlantirgandan keyin baribir qanaqadir fikrlar chiqadi. Bu fikrlarni intellektual agar zalvorli deylik, mulk sifatida himoya qilishga o'rgatish bu ham bir muammo edi. Ayni patent nazarda tutilyapti. Patentshunoslik fanlari bu endi magistraturada o'qiladi keyingi bosqichda, lekin bakalavriatda ham aynan shunga e'tibor qaratilganligi menimcha bu ishga yana ham yangiligini oshirgan. Qolaversa yuqorida aytib o'tdilar, o'sha sanoatga bir qadam so'lini shu yerda bir o'zi so'ragan holatda aytmoqchiman, shu meni metodikam degandan ko'ra bizniki degan atamani ishlatish menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyingi ishlarda menimcha e'tiborga olinadi. Sababi hurmatli qatnashuvchilar, metodikani mana men e'tibor endi bu nimani tanlab olinishi ham bekorga bo'lmagan. O'zlari ham aytib o'tdilar, shu MDF olimlari, xorijiy olimlar, O'zbekistondagi olimlarimiz aynan shu mavzuga yo'naltirilgan ishlarni o'rganib chiqilgan va aynan shu kreativlikni rivojlantiradigan texnika fanlarini o'qitishda metodlardan bir originalni tanlab olingan. Originalligi shundaki, buni o'rgatganingizda eng asosiysi talabadan nostandart fikrlashdan qochish paydo bo'ladi. Ya'ni noan'anaviy o'ylagandan keyin qanaqadir o'zi yaxshi, yangi zo'r fikrlar chiqib qolishi tabiiy. Shuning uchun hammasini kompleks ravishda o'rganilganligi va oxirida shu natijaga erishishga qaratilganligi uchun ham bu ish menimcha juda yangi muhim deb hisoblayman. Oxirgi paytlarda juda ko'p bo'lyapti ishlab chiqarishda mutaxassislar ham ayni shu patentshunoslik bo'yicha savollar juda ko'p bo'ladi. Oliy ma'lumotli sohada ishlayapti, lekin o'sha patentlashtirish bo'yicha malaka yetarli emas. Nimadan boshlab nimada tugashi bilmaydi. Bu hozir aynan shu to'garaklar misolida yoki o'sha fanni o'qitish misolida agar buni ko'riladigan bo'lsa, shu
patentlashtirish bo'yicha talabalarda bir yaxshi malaka bilim shakllangan bo'lardi. Ustozlarimiz Jobirxon Mirzayev savol berdilar. Qaysi fanlarni yana qo'llash mumkin? Man bemalol shu mutaxassislik fan kafedrasida dars beradigan o'quvchi sifatida aytishim mumkinki, aynan mutaxassislik fanlarida buni qo'llash mumkin. Va yuqorida aytganmiz-ku, deylik mashinasozlik korxonasida bitta detal, u detalga qo'yiladigan talablar, u detalni tahlili ehtimol boshqacha qilish mumkin. Ehtimol o'sha talab sifatni kamaytirilmagan holatda narxini arzon qilib yoki qanaqadir tovarni boshqacha qilish mumkin dizayn. Mana shunaqangi yechimlar chiqadigan bo'ladi. Shuning uchun bemalol mutaxassislik fanlarida buni qo'llash mumkin deb hisoblayman. Endi bu yerda shu ilmiy seminarda taqrizchiga qo'yiladigan talablar bir nechta taqrizda bo'lish kerak bo'lgan punktlar bor edi. Bularni hammasini o'qib yetishtirmoqchi emasman vaqtingdan olib, lekin yangilikni gapirdim. Tadqiqot natijalari ishonchli, albatta ishonchli, chunki mavjud bor nimalardan qo'llanilgan metodlardan va qolaversa aynan o'sha tajribalar olingan natijalar bilan isbotlab berilgan natijalarga amaliyotga berish uchun bor matematik statistika usullari yordamida amalga oshirilgan. Amaliy ahamiyatini ham yuqorida aytdim. Demak, bemalol shu hozir aytgandek umumkasbiy fanlar emas, mutaxassislik, texnika, ya'ni qaytarib aytaman, takrorlash bo'lsa ham, texnika sohasidagi talabalar uchun mutaxassislik fanlarni o'qitishni ham qo'llash yaxshi samara beradi deb hisoblayman. Qolaversa, bu bevosita o'zlari ham aytib o'tdilar, aynan Namangan davlat texnika universitetida, Andijon mashinasozlik institutida, Farg'ona texnika universitetlarida o'sha tajribadan o'tkazilgan, kerakli o'sha ijobiy natijalarga erishilgan. Tadqiqot natijalari aprobatsiyasi bilan shu o'tkazilgan tadqiqot natijalari 4 ta xalqaro va 2 ta respublika amaliy anjumanlarda muhokamadan o'tkazilgan. Demak, bu tadqiqot natijalari e'lon qilinganligi bo'yicha ham dissertatsiya mavzusi doirasida jami 14 ta ilmiy uslubiy ishlar chop etilgan. Ulardan demak bitta o'quv metodik qo'llanma, to'garak dasturi, yosh mexaniklar to'garak dasturi va hamda bitta elektron darslik yaratilgan. Endi shifo joyda albatta kamchilik ham bo'ladi. Ancha oldin olib kelgandilar, ishlash jarayonida ko'p nimalarga to'g'rilangan inobatga kamchiliklar ko'rsatiladigan kamchiliklar tavsiya xarakteriga ega, ruxsat bersam shularni o'qib bersam. Tadqiqotning nazariy qismida ayrim ilmiy manbalar va xorijiy tajribalar tahlilini yanada kengroq yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi innovatsion o'qish modeli asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar natijalarini statistik tahlil qilish va grafik ko'rinishida berish dissertatsiya natijalarini aniqligini oshirgan bo'ladi, ya'ni bevosita dinamikasini ko'rish mumkin bo'ladi. Uchinchisi, sanoatga bir qadam metodi amaliy qo'llanish mexanizmini ayrim misollar yoki amaliy loyihalar orqali kengroq yoritish dissertatsiya ishining mazmunini yanada boyitgan bo'lar edi. To'rtinchisi, tajriba sinov natijalarini hududiy yoki turli oliy ta'lim muassasalari kesimida qiyosiy tahlil qilish tadqiqotning amaliy ahamiyatini oshirardi. Beshinchisi, dissertatsiyada ayrim metodik tavsiyalarni ishlab chiqarish korxonalari bilan bu bo'yicha savollar bo'ldi. Hamkorlik asosida qo'llash imkoniyatlarini kengroq yoritib berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xulosa, demak, tadqiqotchi Namiddinov va Dilorom Kiramiddinovaning 03.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi, mashina detallari fan o'qishi misolida mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, muallif tomonidan mustaqil ravishda bajarilgan.
Olingan natijalar ishonchga asoslangan, dissertatsiyaning asosiy mazmuni tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ilmiy maqolalar o'z aksini topgan va muhokamadan o'tgan. Yuqoridagi aytilganlarni inobatga olgan holda mustaqil izlanuvchi Dinamiddinov Dilorom Kiramiddinovaning yuqoridagi mavzu bo'yicha tayyorlagan dissertatsiya ishi dolzarb mavzuga bag'ishlangan, ilmiy jihatdan asoslangan hamda buni yuqorida aytib o'tilgan asoslik bo'yicha himoya qilishga tavsiya qilaman. Rahmat sizga. Keng qamrovli batafsil taqriz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Endi so'z navbatini Dilorom Kiramiddinovga beriladi. Mulohazali fikrlariga javob berish uchun. Marhamat. Hurmatli Shukurshan Sharipovich, hurmatli izlanuvchilarimiz, men dissertatsiya ishimni tahlil qilib, o'zingizni tavsiya takliflaringizni berganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Aynan shu bergan tavsiyalaringiz asosida hamma kamchiliklarni o'rganish bilan ayrimlarini dissertatsiya ishimda to'g'rilashga joiz bo'lganligi uchun o'sha yerlarni keyingi faoliyatga inobatga olib, kamchiliklarni to'g'rilab shu nimalarda oxirgidagi bergan tavsiyangiz, demak, mazkur fikrda ishlab chiqilgan mana dissertatsiyani ayrim metodik tavsiyalar ishlab chiqarish korxonalari bilan hamkorlik asosida qo'llash imkoniyatlarini men ham ko'p nima qildim, ustozim bilan birgalikda. Lekin mazkur fikrda ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar real ishlab chiqarish sharoitida korxona ehtiyojlari va amaliy hamkorlik asosida qo'llash imkoniyatlarini yanada kengroq yoritish nazarda tutilganini tushundim. Haqiqatan ham bunday yondashuv tadqiqotning amaliy ahamiyatini tushunishga xizmat qiladi. Kelgusi faoliyatimizda albatta bularni bergan tavsiya takliflaringizni inobatga olamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Endi o'tirib turasiz. So'z navbatda ikkinchi taqrizchi, pedagogiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD, dotsent Najmiddinov Yoqubbon Ruhiddinovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli seminar a'zolari, hurmatli ishtirokchilar. Avvalo bizning Dinamiddinov tadqiqotchi Dinamiddinov Diloromxon Kiramiddinovani mana shu bosqichga yetkazganlar hamda ustozlar birinchi demak muborakbod etaman va keyingi jarayonlarda ham omadlar tilayman. Endi mana avvalo taqrizni o'qib berishdan oldin ozgina tadqiqotchi to'g'risida ruxsat bersangiz gapirmoqchiman. Keyin o'sha davom etarsam. Bu ishni biz 3 yil bo'ldi ko'rib chiqib birgalikda hamkorlikda ishladik va maslahatlar ustozimiz Akramjon Hakimcha aytganlaridek komandani shakllantirib berdilar. O'sha komandada biz o'sha ayollar komandasi bo'ldikda faoliyatimizni yuritdik. Endi izlanma haqiqatda tadqiqotchilar narigi tadqiqotchilar ichida haqiqatdan ham ustozimiz aytganidek erkak kishi tadqiqotchilardan shular o'zlari tortib ketdilar, shu ishni to'g'ri qiynaldilar, orada nima qildilar, lekin uddalar. Endi shu bilan men aytmoqchimanki, Dinamiddinova Dilorom Kiramiddinovlar judayam qobiliyatli inson, ajoyib o'qituvchi, masalan, bilimga chanqoq, o'z ustida tinmay ishlaydigan. Chunki bu ilmda to'xtab qolmaslik kerak, doim izlanish kerak. Shuni men aytmoqchimanki, ayniqsa mana bu tadqiqot ishlarini tahlil qilganimda, o'qiganimda men ozgina nima tomondan gapirib bermoqchiman, mana shu ijodkorlik qobiliyatini pedagogik nuqtai nazardan gapirib bermoqchiman. Machik Abuzdal Ветер degan kinofilm borda, kinofilm. U demak Afrika qit'asida Malavi davlatida bir oila yashaydi. U oila o'ta qiynalgan oila bo'ladi va u joyda bitta Ulian degan o'quvchi bo'ladi. U 6-7 sinfda o'qiydi. U o'z ustida juda ham katta bir qanaqadir bir
loyiha qilishimizda izlanishlar olib boradi. Oilaviy sharoit o'ta qiynalganligi sababli uni maktabdan, unda maktablar to'lov bo'lgani uchun maktabdan ularni исключить qilgan bo'ldi. U to'xtab qolmaydida, o'sha xususiy maktablarda kechasi borib kutubxonachi ayol bilan gaplashib, kitoblarni topib, o'zi fizika, mexanika, chizmachilikdan kitoblar o'qib, o'z ustida ishlaydi, chizadi. Ya'ni uni asosiy maqsadi nima bo'ladi? U o'sha Malavi davlatini chekka qishlog'ida yashaganga, u yerda suv tanqisligi, qirg'oqchilik bo'lgani uchun, oziq-ovqat yetishmasligi, hosilni pishmasligi, ko'p nima deydi, turli xil vaziyatlar, muammolar bo'lgani uchun u aynan mana shu muammoni bartaraf etish yo'llarini qidiradi. Mana shu maktab kutubxonasida har kuni kechqurun borib, o'sha kitoblarni o'qib, sxema chizib, o'z ustida ishlaydi. Mana shu jarayonni nomini ijodiy qobiliyat deydi. U aynan o'sha resurslarni, muammoni o'zini bartaraf qilish yo'llari, resurslar emas, aynan o'sha shart-sharoitlardan kelib chiqadi. Aynan mana shu tadqiqot ishida Inamedinova Diloraxon ustozimiz turka kompetensiya, tizimli kompetensiyalar asosida usviy bog'ladi. Qolaversa, ana shu og'ir sharoitda o'quvchida haqiqiy ijodiy jarayon boshlanadi. Kitoblar o'qiydi, bilimlarni haqiqiy hayot bilan bog'laydi va o'z ustida ishlaydi. Uni asosiy maqsadi nima bo'ladi? Mana shu shamol orqali u mana shu qishloqqa qirg'oqchilikni bartaraf qilish yo'llarini generator etadi. Qolaversa, men shu joyda bitta narsa aytmoqchiman. Ustozimiz Akramjon Hakimovich loyihalari bor. O'sha loyihalarda men o'zim ishtirok etganman. Ya'ni mikrogaz oqimli muhit energiyasini qabul qiluvchi va uni uzatuvchi dvigatel, ya'ni suvdan ishlab chiqariladiganda, ular tadqiqotchilari bilan birgalikda nima qilganlar, men o'sha joyda ko'rganman. Haqiqatan ham suv orqali ma'lum bir 15 ta xonadonga haligi svet yetkazilgan. Mana shu nomini ijodiy jarayon, ijodiy qobiliyat. Shu bilan men aytmoqchimanki, aynan mana shu tadqiqot ishida sanoatga bir qadam metodikani joriy qilganlari, to'garangni joriy qilganlari belgisi emas, chunki bugungi kunda prezidentimiz tomonidan dual ta'lim tizimiga. Qolaversa, aynan nazariya bilan amaliyotni integratsiya qilishi olib borish dolzarb vazifa sifatida qo'yapti. Ayniqsa mana shu vazifani, muammoni Inamedinova Dilorom Keramedinova olib chiqyapti. Тем более mexanika fanini o'qitishni soldi. Bu joyda o'sha sxema, o'sha konstruksiya, o'sha modelирование, o'sha loyihalar, o'sha eskizlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Va natijada men yana shu voqeaga qaytmoqchiman. Natijada mana shu o'quvchi Billy ham aynan tayyor resurslarga emas, balki mavjud imkoniyatlarga tayanib, u o'zini, dadasini, otasini bitta velosipedini sindirib, ixtiro qilib, Menitsaga nima deydi o'zbekcha? Shu tegirmonga joylaydi, natijada suv keladi. Mana qanday bo'lyapti o'sha ijodiy qobiliyat. Ya'ni ijodiy qobiliyat mana shu muammoni ko'rib, uni chuqur tahlil qilib va natijaga chiqarish ijodiy qobiliyatdir. Endi ruxsat bersangiz, taqdiringizni mana shu 5-6 betlik taqdiringizni agar nima qilsangiz o'qib eshitmayman, asosiy o'sha joylarga xulosasini aytsam. Demak, tadqiqot ishida albatta tavsiya va kamchiliklarni aytib o'tish maqsadiga muvofiq deb hisoblayman. Xususan, tadqiqot kishining birinchi bobini 1-2, 1-1, 1-2, 1-3 paragraflari qayta tahrirlansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki aynan o'sha biz ochib berishimiz kerak edi, ijodiy mexanika o'sha fanni o'qitishda qanday u muhim omil hisoblanadimi? Fan sifatida muammomi? Nimalarni olib chiqish kerak? Demak, mana shu qayta tahrirlansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchisi, avtoreferatda taqdim etilgan rasmlar tadqiqotda aks ettirilishi lozim edi.
Uchinchisi, tadqiqot ishini muammoni o'rganganlik darajasi bo'limida ko'proq respublikani kasbiy ta'lim muammolari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan olimlarni ishlariga keltirdi. Tavsiya qilamizki, dissertatsiya vaqti referatda aynan oliy ta'lim talabalarida ijodkorlik qobiliyatlarini yoki ijodkorlik kompetensiyalarini yoki mana hozir 6K, 4K tizim bo'yicha masalan olib borgan olimlarimizni yoki kreativ qobiliyatlari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan olimlarimizni ishlarini taqdim etilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni dissertatsiya bo'yicha. Tadqiqot ishida ishlab chiqilgan funksional model va metodik ta'minot innovatsion xususiyatga ega bo'lsa-da, ularning universallashuv darajasi va turli ta'lim kontekslariga, boshqa texnika fanlar bilan turli ta'lim yo'nalishlari, raqamli ta'lim muhitlari, transfer imkoniyatlari nazariy va amaliy jihatdan chuqur asoslanmagan. Xususan aytmoqchimanki, tadqiqot ishida boshqa ta'lim yo'nalishi ham masalan aynan o'sha qishloq xo'jaligi emas, temiryo'l yo'nalishi bor, metrologiya yo'nalishi bor. Masalan, o'shalarni qanday o'qitiladi, qanday qilib usuliy bog'lasa bo'ladi buni. Masalan, fanni nima, mavzusi nima? Demak, mana shu tomonlarni ochib bersa, dissertatsiyani ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lardi. Tadqiqotchi tomonidan ishlab chiqilgan sanoatga bir qadam texnologiya va 4K kompetensiyalarni integratsiya asosida ishlab chiqilgan metodikaning samaradorligi ko'rsatilgan bo'lsa-da, taklif etilgan yondashuvni raqamli ta'lim muhitlari, mana LMS, virtual laboratoriyalar, simulyatorlar bilan integratsiyasi va raqamli transformatsiya sharoitidagi barqarorlikni alohida ko'rsatib o'tish kerakdir. Chunki bugungi kunda biz 4-sanoat industriyada yashayapmiz. Buni qandaydir masalan ketma-ketligi mana bosqichma-bosqich o'qitilyapsiz-ku. Bir sanoatga bir qadam texnologiyasi, 4K kompetensiyaga nima qilyapsiz? Aynan mana shu 4K kompetensiya sanoatga bir qadam nimasini ochib berish kerak, integratsiyasini. Oltinchisi, tadqiqotda ishlab chiqilgan elektron darslik, to'garak dastur va loyihaviy topshiriqlar amaliyotda joriy etilgan bo'lsa-da, ularning didaktik samaradorligini baholashda uzoq muddatli tahlil natijalari keltirilmagan. Bu esa natijalarning barqarorligini to'liq baholashni imkoniyatini cheklaydi. Ya'ni masalan, bunda mana to'garak orqali mana oliy ta'lim muassasasi, ishlab chiqarish korxona o'rtasida demak modelni pedagogik modellarda beryaptilar, to'garakni beryaptilar. Mana shu to'garakda qanaqa mana siz hurmatli rais to'g'ri nima berdingiz? Qanaqa ishlar amalga oshirildi? Chunki ras to'garak pedagogik modelda beryaptilar, haligi strelkalarni, tizimli faoliyatlar. Nima uchun? Bu yerda o'sha oliy ta'lim bilan ishlab chiqarish tashkiloti o'rtasida qanday to'garakni bog'liqlik tomonlari bor? Uni qanday masalan bosqichma-bosqich o'qityapsiz? Birinchi bosqichda qanaqa, ikkinchi bosqichda qanaqa, uchinchi bosqichda qanaqa masalan? Va nechta bosqich va bunda siz nimalarga erishdingiz? Qanaqa samaradorlik? Doimiymi, barqarormi yoki uzluksizmi? Masalan, uzluklimi haligi? Bittasida bo'lmasa bittasi aytadimi? Shuni ochib berish kerak yoki ilovada keltirish kerak edi. Yettinchisi, tadqiqot ishida tajriba sinov ishlari natijalarini tahlil qilishda ba'zi joylarda statistik ko'rsatkichlar batafsil izohlanadi. Ammo ayrim diagramma va jadvallar izohlarni yanada ixchamlashtirish va umumlashtiruvchi xulosalar bilan boyitish maqsadga muvofiq. Chunki tadqiqot ishida mana dinamika ko'rinishini berish kerak. Biz o'sha masalan olimodon buni tushunadi, dinamikasini, statistikasini. Buni yo'q ixchamlashtirish kerak, yo qandaydir bir ketma-ketlikda taqdim etish kerak bo'ladi. 8-inchisi, tadqiqot ishini 3-bobda tajriba o'tkazish vaqtida yuzaga kelgan qiyinchiliklar, ularni bartaraf etish metodlari haqida ham to'xtalib o'tish joiz deb hisoblaymiz. Chunki masalan, sanoatga bir qadam metodi, to'rtta kompetensiyasi bo'yicha qanaqadir qiyinchiliklar boshlang'ich etapda, dastlabki eksperimenti qandaydir bu qiyinchiliklar bo'lgan. Masalan, hamma talaba birdaniga hamma mavzularni, topshiriqlarni universal ishlatib ketolmaydi. Kimdadir masalan, baholayapsiz-ku, o'rta past masalan, o'sha asosan qandaydir uyg'unlashtirish kerak bo'ladi. 9-inchisi, dissertatsiya vaqtida referat matnida imloviy, uslubiy va texnik xatoliklar uchraydi. Tavsiya qilamizki, tadqiqot ishini vaqtida referatni qayta tahrir qilish hamda talabda rasmiylashtirish lozim.
Yuqorida qayd etilgan mulohazada ko'rsatilgan kamchiliklar tadqiqot ishining unumli ahamiyatiga salbiy ta'sir etadi. Ishning qiymati, ilmiy qiymatini pasaytiradi dedi. Dissertatsiya yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, muallif tomonidan mustaqil ravishda bajarilgan, olingan natijalar ishonchli asoslangan. Dissertatsiyaning asosiy mazmuni tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ilmiy maqolalarda o'z aksini topgan va muhokamadan o'tgan. Yuqorida bildirilgan fikr mulohazalardan kelib chiqib 13.0002 ta'lim-tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha Inomitina va Dilorom Keramitinovaning texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish metodikasi, mashina detallari fanni o'qitish misolida mavzusidagi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor, PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyasi yakunlangan, mustaqil bajarilgan, dolzarb, ilmiy yangilikka ega, amaliy ahamiyatli tadqiqot ishi hisoblanadi. Dissertatsiya belgilangan talablarga to'liq javob beradi. Tadqiqotchi Inomitina va Dilorom Keramitinova tomonidan 13.0002 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor, PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan mazkur dissertatsiya himoyaga loyiq deb hisoblayman va keyingi bosqichga tavsiya etaman. Keyingi bosqichga tavsiya etaman. E'tiboringlar uchun Rahmat sizga. Hurmatli Yo'qxon Ruhiddinovna o'zlari hozir himoya qilish jarayonlarida yaqinda mana e'lonlar chiqdi. Bu bo'yicha biz hammamiz tabriklaymiz sizni. Eson-omon 100% ga himoya qilib oling. Bunga o'sha himoya jarayonida siz bunga qaramasdan shunchalik ichiga kirishib, sinchiklab ko'rib berganingiz uchun sizga chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Hamda mana bugungi dissertatsiya ishi hayotiy rioyalariga bog'lab, haligi chiroyli qilib gapirganingiz uchun bizga ancha haligi tushunarliroq bo'ldi bu mavzu. Endi so'z navbatini dissertantga beramiz. Berilgan mulohazali fikrlarga javob berish uchun marhamat. Hurmatli Yo'qxon Ruhiddinovna, hurmatli vaqtingizni ajratib dissertatsiya ishimga haqiqatan juda jiddiy kirishdilar. Biz ko'p e'tiroz bildirdim. Kech qolib ketyapmiz. Bizlar bilasizki, ayollar yo'q, ishlaymiz, akam o'tirib ancha buncha dissertatsiyamni nimasini oshirdilar. Shuning uchun sizga katta rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Ba'zi bir nimalarini aytib ketay, joiz ba'zi bir kamchiliklarini, to'g'rilangan joylarni endi ba'zi joylarini bu keyingi nimamizda inobatga olamiz. Biz taqdirchimizda yana boramiz konsultatsiyaga qolsa. Birinchisi nima bo'yicha, taklif bo'yicha, tavsiya bo'yicha taqdirchi tomonidan bildirilgan ushbu fikrni o'rinli deb hisoblayman. Darhaqiqat birinchi bor dissertatsiyaning nazariy asoslarini belgilovchi muhim bo'lim bo'lgani sababli uning paragraflarini qayta tahrirlash, mazmunli izchillikni va ilmiy mantiqni kuchaytirishga xizmat qiladi. Mazkur taklif inobatga olindi va birinchi bor paragraflari qayta takomillashtirildi. Shuni bizda umumtexnik fanlar deb kerakamiz. Hozirgi kunda umumtexnik fanlar degan jumla ishlatilmagan sababli shuni e'tiroz bildirdilar. Ikkinchisi bo'yicha avtoritetda keltirilgan rasmlar dissertatsiya ishining tegishli bo'limlarida va dissertatsiya matnida tadqiqot natijalarini to'liq aks ettiradigan tarzda qayta ko'rib chiqildi. Men soddaroq nimalarni qo'ygan ekanman, yana ham mukammalroq, kengroq yoritadigan tarzda takliflar buni qayta to'g'rilab chiqishga erishdi. Yaxshi. To'g'rilaganlar balki to'g'riladi desa yetarli bo'ladi. Bitilgan tavsiyalarni ko'pini ko'rib chiqdim. Ustozim bilan birga buni muhokama qildik. Ba'zi bir nimalarni keyingi nimalarga inobatga olib qo'ydik. Xohlasa keyingi faoliyatimizni yana ham Rahmat. Endi hurmatli ilmiy seminar a'zolari, norasmiy muhokamaga o'tishimiz kerak, munozaralarga o'tiladi. Kimda qanday fikrlar bor? Marhamat ustoz. Demak, Rahimov Ilhomjon Abdullayevich. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ilmiy seminar qatnashchilari. Albatta o'zlarida bir gap bor, xayrli ishi erta kechi yo'q deb. Endi Dilorom xonni hamma yaxshi tanisa kerak. Bu kishi bir necha yillar pedagogik ilmiy bo'limda ishlagan.
o'yinni mana vaqt soati kelib ilmiy ish bilan endi o'zlari shug'ullantirib mana ma'ruzalarni eshitib ish ko'rdik. Albatta chiroyli nazariy tarafdan ham jihatdan ham chiroyli yetuk tayyorgarlikka ega. Shuningdek mana shuncha shunga vaqt topib mana bizni universitetga ham bordim maslahatlashga. Demoqchimanki barchangizni shu keyingi bosqichga do'xla ovoz berishni chaqirib qolaman. Sizga omad, rahbaringizga ham salomat bo'laylik. Rahmat sizga. Endi professor Rahmatilla Muradovichga so'z bersak. Bir narsaga man e'tibor beraman. Ilgarigilarga nisbatan juda yaxshi. Yani ko'rishgan yoki rahbarlarimikin yoki shu o'zimizni ichimizda yurgan bor shu texnika sohasida ko'p boshlaganda. Taklifdan juda yaxshi. Ma'ruzalarga yaxshi bo'ldi, savollarga javob berishdi. Ishni o'zi juda dolzarb mavzu ekan. Mana qolaversa tarixchilar, kengayonlar, oilalar ichiga chiqib ketishibdi. Juda daskanal qilib tushuntirilishdi. Juda yaxshi xulosalar ko'rdingizda. Barcha tajribam bor. Bizda mexaniklarda plakat bo'lyapti. Hozir eshitmaysiz, uni ko'zim ham o'tmadi. Bo'lsa gaplar savol yo'q. Bir plakat bo'lsa, keyin qo'lda bir taqqat navbatlar bo'ladi. Seminar degani bir daskanani ko'rib chiqadi. Uni o'zlashtirib qiynalmaydi. Bu bitta tajriba. Ikkinchisi men ko'rdim. Matematik statistikadan foydalandim. Ilmiy jihatdan asoslardan tursiz, lekin shu matematik statistikasining bor tariqasini ko'rmadim. Operator ko'rib chiqasizlar. Ko'rib chiqasizlar. Lekin dissertatsiyada batafsil yoritilgan ekan matematik statistika nima. Referatda lekin yana yaxshi holatda boyiydi, yana. Mana shu keyingi yillarga tavsiya qilaman, keyingi ishlarga omad. Rahmat sizga, hurmatli Rahmatilla Murodovich. Endi so'z navbati Abdurahim Abdumanayevichga beriladi. Marhamat. Haqiqatda Rustam domla yaxshi fikr aytdilar. Ya'ni tadqiqotchimizni tayyorgarligi to'g'risida aytdilar. Tadqiqotchi haqiqatda tayyorgarlik ko'rganlar. Nimaga buni aytyapmiz? Biz kadrlararo bu yerda ustozlarimiz bilasiz, kadrlararodagi dissertatsiya holati va undagi tayyorgarlik bilan hozirgi solishtirganda juda ham katta farq qiladi. Men bir narsani yana alohida ta'kidlamoqchiman. Dissertatsiya ishi o'sha kadrlararo seminardan o'tgandan keyin deyarli qayta yozdilar o'sha. Dissertatsiya, avtoreferat juda ham chiroyli holatga kelgan. To'g'ri, haqiqatda mana bu aytilgan kamchiliklar unga e'tirof etiladi, u kamchilik bor. Lekin hozirgi pedagogika bo'yicha bo'layotgan ishlar bilan taqqoslaganda hech kam joyi yo'q. Ortiq bo'lsa borki, lekin kam emas. Yana bir muhim narsa bor. Bu kishi haligi ilmiy bo'lim to'g'risida aytiladi. 10 yil ilmiy bo'limda ishlab, hammaga ilmni o'rgatib, o'zlari mustahkamlab, ana undagi o'zlari ilm qilyaptilar-da. 20 yillarga bu. Shuning uchun o'zi avvalroq qilishlari kerak edi. Endi haligi o'zlarini manfaatlarini birinchi o'ringa qo'ymadilar-da bular. Bir kadrda bir jamoa bo'lib ham ishlayapmiz. Bir so'z bilan aytganda to'xtamadilar. Juda ko'p muhokama qildik biz. Misol uchun deyarli har kuni desa ham bo'ladi. Muhokama qildik. Mana avtoreferat dissertatsiyani ko'rsangiz, juda ham ko'p hozirgi bo'layotgan yangiliklarni qo'shganlar-da. Mana haligi e'tirof etishimiz kerak-da endi haligi sanoatga bir qadam, haligi dual ta'lim deyilyapti-da, lekin dual ta'limning aniq mexanizmi yo'q haligacha. Aniq bir qonuni, farmoni, mezoni hech narsasi yo'q. Faqat og'zaki qo'pol bilan. Lekin mana bu ishda dual ta'limni o'sha mexanizmlar aks etyapti. Ya'ni o'sha modellarda oliygoh, to'garak undan ishlab chiqarish. Prezident aytyapti bu narsa. Mana shu narsaga urg'u berilgan bu yerda. Yana bitta yaqinda shunaqa holat bo'ldi. Hozir fanni bog'lamoqchiman-da, ya'ni qaysi mashina detallari. Ya'ni mexanizmlar bor-da, mana ustozlar bilan ko'p muloqot qilamiz-da. Ya'ni oddiy mana ustalarimiz ishlatadigan betonava shamkani shunaqangi ruchnoy nimalar chiqar, to'kkularni ishlatadi. Ana shunda mexanizmlar bor-da. Mana hali hayotiy bog'lash, hayotga bog'lash, amaliyotga bog'lash degan narsalar dissertatsiyada bu narsalar ko'rib chiqilgan.
CAD/CAM, KAI tizimlar deyaptilar. Bu butun dunyo eng rivojlangan davlatlarda bu tizim mukammal darajada ishlaydi. Ya'ni CAD tizimidan biz foydalanyapmiz ta'limda. Lekin KAI ishlatmayapmiz biz. Buni to'g'ri tan olishimiz kerak. Faqat loyihalayapmiz xolosda. Lekin undan keyingi jarayonlarni biz amalga Droppani ishlarida mana shu jarayonlar ham aks ettirilyapti. Ya'ni biz o'sha joyga keldik. Ana endi keyingi qolgan ikkita nimaga nima qilishimiz kerak? Bog'lashimiz kerak. Agar shu bog'lansa, shunaqa natija bu kishi nima qilyapti? O'shani tajribada sinab ko'rib, dissertatsiya bilan olib chiqyaptilar buni. Ilmiy asoslar olib chiqyaptilar. Shuning uchun bu kishini men avvalo o'zim qo'llab-quvvatlayman va qolganlarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqiraman. Ish haqiqatan ham dolzarb, ish juda ham chiroyli yozilgan, g'oyasi dolzarb. Xudo xohlasa, mana ustoz aytdilar, opamizni qo'llab-quvvatlasak, Namangan davlat texnika universiteti uchun juda ham bir salohiyatli olimlar tayyorlagan bo'lamiz. Shuning uchun hammalarni qo'llab-quvvatlashni so'rab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat sizga. Ha. Demak, so'z navbati Bahodir Abdurahmonovga beramiz. Marhamat. Uzr, imkon qadar ko'p cho'zmaslikka harakat qilaman. Avvalo ustoz Muzaffar Akramjon Hakimovichni tabriklayman, shogirdlarimni shu etapga kelganliklari bilan va keyingi etapni ham tezda amalga oshirib, himoya qilib, tasdiqlarini olishni tilakdoshiman. Shu o'rinda men bir narsani aytmoqchiman. Dilorom opamni shaxslariga beriladigan ta'rif, tavsif hammada yetarli. Chunki juda ko'p yillik tajribaga ega shu jamoada ichida mehnat qilib yurgan pedagog ustozlarimizdan birlari biz o'zimizga ham nima qilishgan. Endi shu tadqiqot ishi bo'yicha qanchadir vaqtdan beri ishlayotganlarni nima qilayotgan bo'lsam, ishni ichida bitta Dilorampada bo'lgan narsa ma'lumot o'tirdi. Hali bilim, ko'nikma, malaka bor, ozgina ko'nikma kerak xolos oyaga. O'sha narsani nima qilsalar keyingi xudo xolasa doktorlik etaplarida hali bu juda ham namunali, juda ham chiroyli ishlar bo'ladi. Hozirgi dissertatsiyaning ichida ham bir dunyo material qaysi birinaqaga qo'yishni olib sig'dirib nima qila olmadilar xolos. Xudo xolasa hali keyingi etaplarda bu narsani to'g'rilaydilar. Hozirgi holatda ham juda chiroyli ish. Omad tilayman. Qo'llab-quvvatlayman, hammani chaqirib qolaman. Rahmat sizga. Marhamat. Demak, so'z navbati O'g'ilxon Mamashakirovnaga beriladi. Assalomu alaykum, yana bir bor gapirmasam bo'lmas edi. Uzr. Avvalo Dilorom shu joygacha yetib kelganliklari bilan o'zlarini va ilmiy rahbarlarni chin dildan tabriklayman. Va bitta narsaga hozir amin bo'lib turibman. Demak, bugun ilmiy tadqiqotchilarimizni juda yosharib ketibdi deb o'yladim. Qarang, ham bu tajribasi oshib, keyin himoya qilish boshqacharoq ekanligini anglab turibman. Chunki bular hozir ishning ichiga to'la kirgan. Qayerdan savol bersangiz bemalol javob bera oladi. Amaliyotga tatbiq etgan bemalol hamma narsani ro'y-rost aytib asoslab beryaptilar ilmiy jihatdan. Haqiqatan ularni nimasi haqida keyin gapiramiz. Ishda ham juda yaxshi 21 betda asoslangan bitta o'zbek rus tillari. Aytmoqchimanki, domla ham bejiz aytmadilar. Tajribasini ishlari, ya'ni 3-bobda nima chiqmoqda tajribalar degani bejiz emas, chunki ular betda asoslab qo'yilgan xolos. Demak, mana shuni hali 26-28 betgacha keltirish mumkin. Demak, bemalol 3-bobni ham asoslash mumkin demoqchiman. Ikkinchi masala kirish qismidagi ishonchlilik, ya'ni tadqiqotni ishonchliligi ana shuncha ish turibdi, lekin ozginagina yoritilgan xolos. Menimcha o'sha joyda ishonchlilik yana kerakli dalillar bor. Buni bemalol asoslashni yana ham qo'shishi mumkin. Uchinchi bir masala, mana tavsiyalar berildi, o'qildi. Men qoniqmadim shundan, chunki sal ilmiylashtirish kerakligini tavsiyalarni degan xulosaga keldim. Juda to'g'ri. Diloromxonni
va rahbarlarni juda hurmat qilaman, ishlarini va o'zlarini shaxsini juda yaxshi bilaman. Ulardagi sifat hech kimda yo'q deb o'ylayman. Yoshlarga o'rnak bu. Menimcha shu joyga kelishini o'zi bo'lgani yo'q. Qadrlaymiz, ishlarini omadini bersin. Keyingi jarayonlarni yana doktorskilar qilsa ham bemalol kuchlari yetadi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Va sizlarni hammalar keyingi bosqichga ovoz berishinglarni so'rayman. Yashang, rahmat. Yana kimda qanday fikrlar bor? O'zim bersam bo'ladimi? Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, haqiqatdan ham Duron opani bir necha yildan beri taniymiz. Biz talabalik davrimizda ilmiy bo'limga kelib turardik, bizga yo'nalishlarni berardilar, ilmiy ishlar bo'yicha ancha yordam berganlar bizga, mana o'zlari ham shu etapga yetib keldilar. Ancha oldin himoya qilishingiz kerak edi, lekin o'zini vaqti soati bor ekanda. Sizni tabriklayman, sizni ustozingizni, ilmiy rahbaringizni ham tabriklayman. Mana bu hozirgi etapga yetib kelganligingizdan. Ammo lekin endi biz rais sifatida, mana ilmiy kotib sifatida bu kamchiliklarni, kamchilik emas, texnik xato deb nima qilsak bo'ladi-yu, buni to'g'irlash imkoniyati bor. Bu barcha o'sha berilgan fikrlarimiz, bu yerda ustozlar berilgan fikrlar, hozir men ham beraman bir ikkita fikrlarni, bular hammasi dissertatsiya ishingizni yaxshilashga qaratilgan fikrlar. Ilmiy yangilik, tadqiqotning ilmiy yangiligini ko'proq apparat qismini ko'rishadi. OAKka borganda avtoreferat. Bu ilmiy yangiligi qayta ko'rib chiqish kerak, meni fikrimcha, chunki jumla bitta yaqliq bo'lishi kerak-da, ma'no bitta kelishi kerak. Misol uchun, o'sha birinchi tashkiliy tuzilma haqida gap ketdimi? Tashkiliy tuzilma nima asosida takomillashtirilgan deb bitta jumla berish kerak, yaqliq bo'lishi kerak. Bu yerda mana sizni har bitta ilmiy yangiligingiz ichida bir nechta tushunchalarni, iboralarni o'z ichiga olyapti. Misol uchun, mana bitta 4-yangilikni oladigan bo'lsak, ham ijodkorlik, qobiliyat rivojlantirish me'yoriy mexanizm majmuasi ishlab chiqildi deyilyapti. Ham tajriba sinov ishlarni o'tib, samaradorligini o'tkazdik deb aytilyapti. Juda ko'p jumlalar keltirilyapti-da. Hali alohida. Bitta yangilik bitta. Nima uchun? Misol uchun, model takomillashtirdimi? Model nima asosida takomillashtirdi? U OAK talablarida bor bu narsa. Buni qayta ko'rib chiqish kerak. Buni menimcha haliga qiyin bo'lmaydi. Faqatgina haliga tushunarli tilda yozish kerak-da. Nima, konkret nima obyekt, nimani takomillashtirdingiz? Nima asosida takomillashtirdingiz? Bu birinchi zamechaniya. Hop, keyingi masalamiz tadqiqotning amaliy natijalari bo'yicha. Juda ko'p fikrlar, mana siz o'zingizning ma'ruzangizda ko'p haligi ishlab chiqdik degan so'zni qo'lladingiz. Ishlab chiqdik. Mana metodni ishlab chiqdik dedingiz. To'g'ri emas, haligi nima? Sanoatga bir qadam ta'lim texnologiyani ishlab chiqdik dedingiz. Uni tasdiqlovchi pedagogika sohasida albatta har bitta metodni yoki texnologiyani yoki metodikani tasdiqlovchi hujjati bo'lishi kerak-da. Yo u DGU bo'lishi kerak, yoki u model bo'lishi kerak, yoki patent bo'lishi kerak. O'shandagina biz ishlab chiqdik deb aytishimiz mumkin. Shunga ehtiyotkorlik bilan aytish kerak. Chunki pedagogika sohasida, mana misol uchun, hurmatli ilmiy seminar a'zolari, avtoreferatning 8-betini ochsanglar, tadqiqotning amaliy natijalarida juda ko'p shu iboralar ishlatilgan. Misol uchun, modelni ishlab chiqdik. U model bor-ku. Mashina detallar fani o'qitish modeli bor edi. Uni siz o'sha o'zingizning metodikangiz bilan takomillashtirdingiz-da. Bu yerda ishlab chiqdik deyilyapti yoki misol uchun 3-amaliy yangiligingizda interfaol metodlar majmuasini ishlab chiqdik deyilyapti-da. Qanday interfaol metodlar? O agar interfaol metodlarni ishlab chiqqan bo'lsangiz, u doktor of science ishida, u bitta metodda patent oladigan bo'lsangiz, u hattoki dissertatsiyani yozmasdan turib siz himoya qilishingiz mumkin. U metodni ishlab chiqsa. Ushbu metoddan foydalandik desangiz bo'laveradi. Yoki misol uchun yana bir qaysidir joyda, avtoreferatning 15-joyda ishlab chiqilgan metodik ta'minoti va pedagogik yondashuvlar. Mayli, metodik ta'minotni ishlab chiqishingiz mumkin. Lekin pedagogik yondashuvlar, qanday yondashuvlar? Nimaga modelga kirsam, nima qilsam, ochsam, yondashuvlar o'zi bor-ku, bu tizimli yondashuv bor.
modellashtirish, faollashtirish yondashuvlari mavjud. Qanday yondashuvlar ishlab chiqildi? Shunga bir e'tiborliroq bo'lsangiz, avtoreferatta shu so'zlarni takomillashtirdimga almashtirsangiz, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingi masala, mana tajriba sinov ishlaringizda juda ko'p savollar tug'ildi, hurmatli ilmiy seminar a'zolarida. Mezonlar haqida. Mezon, mana darajalar haqida juda batafsil ochib berdingiz, lekin mezonlarni tajriba sinov ishlaringizda bog'lamadingiz. Mana bu jadvallarda aynan qaysi mezonda qaysi natijalar olinganligi to'g'risidagi haligi ma'lum statistik ma'lumotlar keltirilganda, yanada ishingizni haligi nima desam bo'ladi, samaradorligini ko'rsatgan bo'lardi. Umuman bu haligi texnik kamchiliklarni bartaraf etish mumkin keyingi etapgacha. Umuman olganda ish juda dolzarb muammolar yechimiga qaratilgan va buni albatta keyingi bosqichga tavsiya etamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun. Endi hurmatli ilmiy seminar a'zolari, mana yuqoridagi bayon etilgan fikrlarga asosan ilmiy seminar yig'ilishining xulosasini tayyorlashimiz mumkin. Xulosa berilyapti bu yerda. Endi o'qib berishim shartmi bu yerda? Hamma qo'lida bor menimcha xulosalar. Demak, bu xulosalarni barcha bandlar bo'yicha ovoz berib qo'yishimiz kerak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Bu xulosani asos qilib qabul qilishimiz mumkinmi, hurmatli ilmiy seminar a'zolari? Demak, xulosalarimizni asos qilib qabul qilib oldik. Bu bo'yicha ham bir tasdiqlab qo'ysak, hurmatli ilmiy seminar a'zolari, rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Endi bu xulosaga ko'ra yig'ilish qaror qismini o'qib beraman, o'qib eshittiraman. Demak, qaror raqamli ilmiy kengash asosida 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligidan bir martali ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminar majlisining xulosasiga ko'ra yig'ilish qaror qiladi. Birinchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun talabgor Inamiddinova Dilarom Kiramiddinovaning tomonidan yozilgan dissertatsiya 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi texnika fanlari bo'yicha ixtisosligiga muvofiq deb topilsin. Ikkinchisi, dissertatsiya yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, ilmiy va amaliy ahamiyatga ega hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan talablarga javob beradi deb hisoblansin. Va uchinchisi, talabgor Inamiddinova Dilarom Kiramiddinova tomonidan yozilgan texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak mutaxassislarning ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi, mashina detallar fanini o'qitish misolida mavzusidagi dissertatsiya ishi 13.00.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya yuzasidan Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi raqamli ilmiy kengash asosidagi bir martali ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etilsin. Endi hurmatli ilmiy seminar a'zolari, rasmiy opponentlarni bir kelishib olsak va yetakchi tashkilot sifatida biz tavsiya berishimiz kerak. Endi bu yerda tavsiyaga ko'ra hozir ichki taqrishchi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktor PhD Najmiddinova o'zlari qolsalar, chunki tarkibda bor, ilmiy kengash tarkibida. Kengashda bor. Ichki taqrishchi sifatida. Yana bitta taklif tushyapti. Texnika fanlari doktori professor Xurshid Abdulxayev. Ichkida bormi? Yo'q. Tashqi bo'ladi, to'g'ri keladi. Kengashda yo'q. U kengashda mashina detallar odam ketishi kerak. Mashina detallar. Ha. Unda demak ichki taqrishchi sifatida Najmiddinova o'zlari tavsiya etiladi. Tashqi taqrishchi sifatida texnika fanlari nomzodi Azamjon Qosimov. Yo'qki, pedagogika fanlari doktori Bobur Ergashev.
Sohasiga yaqin bo'lsin. Mansur bozor kengashda yo'llar tashqiga Tashqiga olishimiz mumkin. Kengashda yo'q kengashda yo'qlar. Kengashda yo'qlar. Kengashda Kengashda yo'qlar. har kim borasizmi hozir? Yo'qmi? Mansurda. Ya o'sha tashqiga to'g'ri keladi. Asosiy kengashda. Doktor bo'ladi. Bu texnika fanlari doktori. Mansur. Yo'q, bu Seminar tarkibi yo'q o'rda. Bu kengash tarkibidan. Savol qilishdi. Mansurov yo'q ekanlar kengashda. Mana nima tarkibda yo'q. Mansurov olaveramiz. Texnika fanlari doktori Mansurov olamiz. O'ylayveraman. Tavsiya etamiz. Hop, yetakchi tashkilot sifatida Andijon qishloq xo'jaligi instituti. Bo'ladi. Andijon Bo'ladi? qishloq xo'jaligi diplomlashdan hammasi bo'ladi. Mashina detallari qani o'qitiladi. Baribir texnika demak Uni bir Xo'jaligida bu pedagoglarga ham bormi? Endi yetakchi beramiz. Endi kim bor pedagog? Bor, Bizda nima qilib ketgan? agrotexnologiya. Zil olmas. hali bog'liq jihatlari yo'q, publikatsiyalar qilinmagan. Andijon qishloq xo'jaligida qilmaganmisiz tajribani? Farg'ona. Texnika bo'lgan. Andijon texnika instituti bo'lgan. Qaysi universitet? Texnika. U Toshkent davlat texnika universiteti. Toshkent davlat texnika. Yo'q, Toshkent davlat Andijon. texnika universitetida nima qilyapti? Andijon. Demak, Andijon qishloq xo'jaligi instituti tavsiya etilsin. Endi bu hali qabul qilishda o'zgarishi mumkin. Hozircha shuni biz tavsiya etdik. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, birinchi masala tugadi. Sizlarga katta rahmat. Ikkinchi masalamiz ham bor. Agar ulab ketsak yaxshi bo'lardi, yo 10 minut daqiqa vaqt tanaffus beriladi. Yaxshi 10 minut demak tanaffus. Rahmat.